tizimlashtirish shunaqa narsaki, hozir ham o'zida rahbarlarimiz ham biladi. Bosasiz knopkani borku, hali o'ylagan narsangiz chiqadi-da. Sen kimgadir qarab turib, menga keladi degan tizimni qurmadi vaqtida. Filanglarimiz bormi desa, ha bor deydi, bir tonna chiqadi deydi-da, u ko'z bilan aytdi. Siz 8000 ni ko'rgandan keyin men 8000 zarar qilishim mumkin emas deysiz-da. Hamma to'g'ri. Ha, musobaqasi bo'lgandan keyin oyoq kiyim ishlab chiqaruvchi O'zbekistonda yozgan. Ishtimga chiqmagan. Agar men qiladigan ishimni 12 gacha qilmasam, men shu kunimni yo'qotdim deyman. Tizim qaysidir muammoyini hal qilib bermasa bir tiyin. Brend O'zbekiston o'zi asli. Sun'iy intellekt bir-biri bilan raqobat qiladi. Sizlar sohalaring ham ko'p bu. Shu gapni aytganimda, u g'alati bo'lmaydi. Hamisha o'zim demash kerak-da. Xotirjam raqobatlashamanni o'ylamaydi. Ha, xotirjam bo'lgandan keyin raqobatlashaman deb o'ylaydi. Sifatga raqobat qilsin, tamom. Sifatdan faqatgina mijoz yutadi, iste'molchi yutadi. Sifatli narsa oladi-da. Qaysi xodim qanaqaligini rahbar ko'rib turibdi hozir. Assalomu alaykum. Hammaga taniganlar, tanmaganlar uchun yana bir qator tanishtirib o'tamiz o'zimiz haqimizda qisqacha. Ismim Zuhriddin, Algorithm Gateway IT kompaniyasining asoschisiman. O'zbekistonda 2019-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Asosan shu O'zbekistondagi o'zimizni qora ko'zli xalqimizga va mana shu O'zbekistondagi tadbirkorlarni qaysidir etapga chiqishida ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilish maqsadida O'zbekiston bozoriga 2009-yilda kirib kelganmiz. Asosan faoliyatimizni Singapur davlatida va mana hozirgi kunda Qatar, Saudiya Arabiston davlatlariga mahsulotlarimizni eksport qilib kelyapmiz. Endi bugungi mavzu asosan biz haqimizda emas, ko'proq mehmonimiz Shuhrat aka haqlarida va shu Elaro kompaniyasini rivojlanish nuqtalari haqida ko'proq suhbatlashamiz. Navbatni sizga beraman, Shuhrat aka. Assalomu alaykum hammaga. Men Elaro kompaniyasiga rahbar o'rinbosari hozirgi kunga ishlab kelamiz. Sizlar nimalaring bilan ham hozirgi kunga birgalashib ishlab yaxshi natijalarga erishamiz. Bo'ladi, boshlaymiz suhbatlarimizni. Savollar bo'lsa, nimalar bo'lsa, bir boshdan. Assalomu alaykum Shuhrat aka, xush kelibsiz. Xudo xolasa suhbatimiz maroqli bo'ladi degan umiddaman. Qanchadan beri bu yo'nalishda faoliyat yuritasiz? Men Elaro kompaniyasiga 10 yil bo'ldi. 2015-yil. Buxgalter, hisobchi yordamchisi bo'lib kelganman. Hozir kunda kelib sekin-sekinlab ishni rivojlanadi, hamma narsa rivojlanish bilan rahbar o'rinbosari lavozimiga chiqib kelib shu faoliyat yuritib kelyapmiz Elaro kompaniyasiga. Shuhrat aka, sizga birinchi savol bilan yo'llanmoqchi edim. Ya'ni Elaro kompaniyasi bu qanaqa kompaniya? Ya'ni kim? Nima faoliyat bilan shug'ullanasizlar? Elaro kompaniyasi har xil turdagi oyoq kiyimlar ishlab chiqarish. Qaysidir kompaniya, bir xil kompaniyalar borda, ayollar uchun, yo bolalar uchun. Bizlarniki shunaqa kompaniya 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan oyoq kiyimlar, hamma har xil turdagi 250 xilgacha bor. Modellarimiz shunaqa oyoq kiyimlar ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunga qo'shni davlatlarga endi eksportimiz aniq. Qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Afg'onistonga va Ozarbayjon, Gruziya, Moldaviyaga eksport qilamiz. Rejalarimiz xudo xolasa shu yilga Yevropa davlatlari bilan borib kelishuvga shu yil 2 marta borib keldik. 2025 kuzgi sezonda xudo xolasa Yevropa davlatlariga ham eksport qilish rejalarimizga bor. Zo'r. Shuhrat aka, endi hozir hammaga qiziq. Bu korxonada siz menimcha yo'llanma rahbarsiz-a? Shunaqa. Qanchadan beri faoliyatingiz? 10 yil. Zo'r. 10 yil muddat uzoq vaqt baribir. Bu muddat davomida bitta kompaniyada rahbar bo'lish juda qiyin. Ya'ni qiyin degani kompaniyalarning muammosi juda ko'p-da. Ya'ni hamma biznesda o'zining yetarlicha muammolari bor. Sizni kelganingizda 10 yil oldin bu biznes qanaqa holatda edi? Hozir qanaqa holatga o'zgardi? Ya'ni kelganingizda biznes qanaqa holatda? Endi biz bilasiz, yo'nalishimiz asosan bizneslarni tizimlashtirish bo'yicha. Ya'ni menga qiziq, biznesingizlar 10 yil oldin qanaqa holatda boshqargansizlar? Keling bo'lsa 10 yil oldin emasda, men shu ishlab chiqarish shu sohaga qanaqa qilib kirganimdan boshladim. O'zida asliga men o'qituvchini farzandim, onam o'qituvchilar. Onatlar aytayapman. Dadamlar taksichilar, to'g'ri haydovchi. O'zim ham taksichilik qilib, haydovchilik qilib yurganman. Urgutga tadbirkorlar juda ko'p.
juda yaxshi tadbirkorlar, hamma biladi. Hamma sohaga. Odamlar shu tadbirkor qo'llariga keyin shu taksidan keyin haydovchilik bo'lib kirgan paytlari men olib borganlar bir korxonaga, gilam fabrikaga. Gilam fabrikaga borgan paytimiz men ham oddiy ishchi bo'lib borganman. Shu gilam bo'lsa gilam yon tikadigan shunaqalardan chiqib keyin kompyuter tushunasanmi deyishganda ha deganman, faqat yozishni bilganman-da, Wordga yozganman. Keyin bir inson kelib buxgalteriyada yaxshi tushunadigan audit kelib meni Excel o'rgatgan. Matematikadan maktabga juda yaxshi o'qiganman o'zim. Matematikani chunki tog'am buxgalter, hisobchi. Katta tog'am va ichki ishlarga ham ikkita, uchta tog'am bilan juda yaxshi bilimlar. Ularga ko'rib matematikadan nimam o'tganmi balki juda yaxshi bilardim. Excelni ishlatishni bilmasdim hatto. Tizimlashtirishni ham asli meni bilishimcha, tushunchamcha, bu sizlar o'zlaringiz bilasizlar. Fundamenti deydi. Menimcha Excel bo'lishi kerak-da. Shunaqa. O'sha Excel hamma narsaga shu fundament Excelga taqaladi. Asliga shundan kelganda, matematikada o'sha algoritm shulardan chiqib kelganda, keyin Excel tushunmasdan bir kishi o'rgatib qoldi. Oldidan faqat plus qo'yasan. 2 ko'paytirib 2 bo'lsa 4 chiqmasdi-da. Men Excelni qanaqa ishlatar ekandim, Wordga ishlaganda men. Tablitsa nimalar. Keyin sam plus yoki teng barobarni qo'yib chiqarib beradi. Degandan keyin Excelga men kirib ketganman-da. O'sha haligi gilam fabrika deganiga buxgalteriyaga hisobchi yordamchisi bo'lib ishlaganman va boshliqqa har haftaga bir haftaga qanaqa mahsulot, qancha mahsulot ishlab chiqardik va iplari bor ranglar. 10 xil ip bo'ladiganimiz shu iplardan shuncha ishlatildi. Yetmaydi. Mana bundan zakaz qilishni berish kerak. Mesela Turkiyadan kelsa 20 kunga kelsa, 20 kunga bir mashinada 24 tonna yuk keladigan bo'lsa, 24 tonnaga moslashtirib Excel chiqarib beradi. Shunaqa funksiya qildirgan edim. Oq rangidan kam ketsa 1 tonna. Bardoviy o'sha paytga men ishlagan paytga 2003-2005-yillar bardoviy rang modda bo'lgan, eng ko'p ketadigan rang. U 70% bo'lsa, agar foizga bo'lib Excel bilan xo'jayini olib kirganman. Aka, bosh sodiqligi zakaz berish kerak 24 tonna. Bir juti bor, u 60 kunga keladigan bo'lsa, uni ham 60 kunga Excel chiqarib beradi. O'zi 58 kunlik qoldi, sen zakaz qilgin deb. Uni ham olib kirib beradi. Shu darajaga edi. Keyin shu baribir hali yoshlikka bo'ladi-ku, ish almashtirish, hali sal nima bo'lib turadi odamda. Fikr ko'p buzilib turadi. Keyin yaxshi topaman, yaxshi harakat qilaman. Ha, shu bir mashinaga qiziqadi. Xuddi bir ish noto'g'ri tushuncha, men hozir aytib qo'yaman, birovni qo'liga ishlaydiganlarga ham bu maslahatim. Boshimdan o'tgan. Oddiy gap borda, xuddi buni men kelib erta bilan kechqurun chiqib ketadik shanba kuni. Men yakshanba kuni dam olaman. Qamoqxonaga ishlagandagiman degan tushuncha menga ham bor-da. O'sha paytlarda. O'sha paytga. Noto'g'ri tushuncha ekan. Odam o'ziga zarar qilar ekan. Unaqa emas ekan. Naborot o'sha paytga aytgandilar, kim aytganligini ko'rib qoldim. 15 yoshdan 25 yoshgacha o'qish kerak degan o'sha eng nima bo'ladigan payt o'sha ekan. Ishlash kerak, ko'proq ilm olish kerak ekan. Men shunaqa nimalardan o'zimni nimamni o'tganda chiqib ketganmiz endi. Qiziqib mashina haydashga. Lekin Excelga tushirib berdi. Excelga tushirgan. Ertadan kelib oyliklarni, hatto oyliklar chiqardi. Bilada o'sha nimalar, ishlab chiqaruvchilar hammasi oyliklar bir kimnikidir kunlik, kimnikidir ishlagan mahsulotiga qarab kvadrat yoki dona shularni ham Excel chiqarib beradi. Va men olib kirib beradim. Oyda oxiriga 5-ga mana oylik familiyasi bilan o'ga avanslar kiritilgan, imzo qo'yib oladi. Kassir oyligini beradi. Qancha xodim ishlardi o'sha payt? U paytga u zavodga qarib 100 ga yaqin xodim ishlardi. 100 ga yaqin xodim asosan ishlab chiqaruvchi xodimlar. Ha, ishlab chiqaruvchi xodimlar. Yo'q, ofisda 20 ta olsa, 120 ta ularni kantordan endi xo'jayini boshlig'i o'zi nima qilardi. Men ishlab chiqarishga shunaqa bo'lib. Shuncha xodimi bor korxona bu degani hech qanaqa sistemasiz, oddiy qog'ozda ishlab chiqayotgan bo'lgan. Daftar, bloknotga yoziladi. Shu ham qizig'i, shu yerga keling, shuni ham ozgina yoritib o'tib ketaylik. Ilarga chuqurroq kirishimizdan oldin. Mana qanaqa bo'lganda hozirgi kunda mana yosh mana tadbirkorlar, yosh nimalar mutaxassislarni ko'rishimiz mumkin. Shunaqa bozorda hani programmasiz, Excelda hisob-kitoblarni yuritmasdan nima sabab bo'lgan bizneslarni yashab turishiga-da. Mana shu tarafi ham qiziq. Marja kattaligimi? Ha, yo'q, masalan
keling endi o'zimizga o'tamiz shu sekinroq mayli. Men mani ham fundamentim o'sha yerdan boshlangan. Bilamiz albatta to'g'risini aytaman, o'sha yerdan boshlangan mana. Xatolarimni bilganman, hozir kelib o'sha xatolarni qilmayman. Nimalarim. Keyin o'sha men Elaro kompaniyasi paytga Goldman degan nom bilan Goldman deb haqiqatan, lekin o'sha paytga men kelgancha ham shu bu kompaniya 2007-yil tashkil topilgan. Bozorga o'zining o'rni bor edi. Bozorga kelsa Goldman deb qidirib kelardi. Keyin men keldim, hisobchi yordamchi, yana boya aytgan tog'alarimni tavsiyasi bilan kelib qoldim. O'zimiz odamlar hamma tanishlar baribir. Kelib qoldim, yurardim. Bu yerga yana o'sha sistema, даже Excel ham yo'q. Boshliqlarim, rahbarlarim faqat bloknotga yozishadi. Nima qiladi? Keldim, rahbarlarga aytardim-da. Faxriddin rahbarimiz, Hojiboy biz Faxriddinga aytdik, Faxriddin ber menga 4 dona ishchi ber. Ishlab chiqarishdan, ombor ichidan yana 2 dona qo'shib bergin, men so'ragan narsamni bersin, men Excelga tushirib beraman. Tizim. Endi boshlanish tizimlashtirish. Boshlab beradi desam, xodimlar chidolmaydi. Xodimlar bitta narsasi bor-da, xo'jayin bitta sal noto'g'ri tushuncha bor. Sen rahbar emassan, sen xo'jayin emassan, xuddi nima degan bor-da, endi o'sha paytda aytaman. Hozirgi unaqa emas, hozirgi o'sha hurmat izzat joy-joy bo'lib ketgan. Keyin byudjet masalasiga ham xayoliga hamma byudjetga taqalardi baribir. Hali kompaniya o'sha narsaga kelmagan edi. Shoshmang, sabr qiling deydi. Ya'ni bu yerda Faxriddin aka ma'lumotlarni kiritish yana bitta qo'shimcha ish degan ma'noda ekanmi? Sizga ham qo'shimcha nima bo'ladi deydi. Siz deydi ishingizdan chalg'iysiz degan shunaqa. Lekin Faxriddinning shunaqa nimasi bor, rahbarimizni kadrlar masalasiga ishchini xodimlarni juda nima qiladi. Ko'p narsani yuklashni xohlamaydi. Asliga bilmaydi, tizimlashtirishni hozir kelib yaxshiligini o'sha biladi. O'sha naborot xodimga kamroq ish bo'ladi. Hozirga kelib kamaydi va osonlashdi. Bu paytga u xayoliga masalan aytardiki, bu xodimga og'irlik qiladi sizda aytgan gapingiz deydi. Siz kelib отчет so'raysiz erta bilan, "O'ganingni yoz" deysiz, "Menga ber" deysiz, unga og'irlik qiladi. U deydi, boshqa ishidan qolardi deb noto'g'ri haligi bo'yinagi tizimga tushmagan-ku. Endi shunaqa Urgutda endi shunaqa kelgan, bozordan chiqib kelganda, hamma tadbirkor bozordan chiqib kelganda daftarga yozgan, nasiyani yozgan. Milliy savdoni shunaqa kelgan-ku, shunaqa edi baribir boshi. Demak, bu juda ham oruli nuqtani aytyapsiz. Hozir bu degani mana 10 yil oldingi boshqaruv tizimi hozirgi biznes boshqaruv tizimiga umuman o'xshamaydi. Yo'q. Hozir to'g'ri ancha yengillashgan, lekin tizim yengillanib boryapti. Ya'ni har doim yangi texnika, yangi boshqaruv usullari ko'payyapti. Bu degani hozir tushunishimcha sizda o'sha payt boshqaruv yilida oddiy holatda boshqargansizlar, ya'ni qog'ozda yozib, bu nima yo'qotishga olib kelgan. Xodimlarda juda ham ko'p vaqt talab qilingan. Rahbar xodimga, ya'ni ishchi kuchiga juda ham ko'p bog'lanib qolgan, xodimsiz hech nima qila olmaydigan. Qaysidir qadriyati bor rahbar xodimini me'yordan ortiq ish qilishga undagisi kelmayapti, lekin o'sha ish bajarilmasa biznesga zarar bo'lyapti. Bu ko'p muammo keltirib chiqargan. Muammo ko'p chiqargani aniq-ku bu. Masalan, mijozdan zakaz oldi. Mijoz zakaz oldida o'sha nimaga berdi zakasni, shunga shunaqa ishlab chiqarishga aytdi. Bu anaqa bizlarga ham rangi bor-da. Oyoq kiyim rangi bor, qorasi bor, ko'ki bor, oqi bor. Bilmaydi hali. Omborda borligi. Yo'q. So'radi omborchidan, "Shu narxlarimiz bormi?" desa, "Ha, bor" deydi. "Ha, bir tonna chiqadi" deydi-da, u ko'z bilan aytadi. Yo'q-da, tizimlashtirish yo'q. Shunday qilib sanab aytadi. Shuni qaradi, ob'yom qaradi, 700 kilo bo'lishi mumkin, 8 kilogramm bo'lishi mumkin. Ya'ni bu zakasni yetmaydi, 70% ga to'xtab qoladi. Xomashyo yetmay qoladi-da, chunki xomashyo yetmasa konvertga o'xshaganda o'sha nima bo'lib qoladi. Hamma narsaga zarar qiladi. Bular oddiy xomashyo tizimli yo'qligi. Gapingizni bo'laman yana. Juda ham oruli nuqtani aytdilar. Ya'ni ishlab chiqarish bo'ladimi, do'kon sohasi bo'ladimi, mahsulotni muzlash holati. Bu degani oldinlari shuni korobkaga qarab turib yoki ob'yomga qarab turib mana shuncha bor deb taxminiy etilgan, u aniq raqamlar bo'lmagan. Ya'ni qancha assortiment muzlab turibdi, necha xil assortiment, ya'ni SKU necha xil SKU muzlab turibdi uni ichida, qancha ob'yomda muzlab turibdi, u qancha summali mahsulot. Bu yana qancha muddatdan beri muzlab turibdi. Burchi orasida yana zo'r taraflarni ochib ketyaptilar. Shuhrat aka, hozir menga yo'qotgan tarafi, masalan, menga qizuv bo'lgan joyi, mana 700 ta dedingiz. O'zi 1 tonna deb qo'ydi hozir klientga. Bu natijasi nimaga olib boradi? Masalan, klientga deb qo'ydi, endi yana xomashyoni Xitoydan zakaz qilib, vaqtincha yana kech qolishga olib keladi. Kech qolasiz. Va bitta narsa bor-da.
zakasni olgansiz, o'shanga moslab olingansiz. 10% bu-ku, 20% mana bunisini chiqarishingiz kerakdi. Keldi bu 70% chiqib qoldi-ku. 70% boshqa model chiqib qoldi-da, to'xtab qoldi-da. Ishlab chiqarishni konvertku qaysi turani 20% ham bor, 14% chiqib qoladi. Ha. U boshqalardan, boshqa model. Bu 60% lekin bor o'sha. 60% hali nima deydi? Ruschasiga остатка bo'lib qoladi. Ketaverganda tizim yo'q-ku. Haligi ham bozor ham hali yaxshiroq bo'lgan. U paytga hozirgidagi nima iqtisodiy nimalar bo'lmagan. Raqobat kamroq. Raqobat kamroq ketavergan. Lekin minusi uni 60% qolib ketgan model. Hali model bunisi bilan chiqmaganda, baravar chiqmay qolganda qolib ketavergan. Byudjetga zarar bo'ladi, o'sha mablag'ga borib taqaladi, hammasi bir-biri bilan bog'liq bo'ladi. Keyin aytardim, qilib beraman deb. Qiynalardim. Lekin men shunaqa narsa, tizimlashtirish shunaqa narsaki, hozir ham o'zida rahbarlarimiz ham biladi. Bosasiz knopkani bor-ku, hali o'ylagan narsangiz chiqadi-da. Keling, endi men u paytga tiyinlab bo'ladiganmiz, kilogrammlar 350 gramm chiqsa, virgullarga 350 grammgacha e'tibor berib, matematik odam shunaqaki, o'sha kutganingiz chiqadi-ku. To'pol qilsa kayf deydi-ku, mazza qilish o'shada, to'g'ri chiqqanida rostda mazza qilasiz, qilgan ishingizdan mazza qilasiz-da. Hozir rahbarlar men aniq bilaman, shu tizimga ishlayapti, sizlar tizimlaringga mazza qilib yoryapti-da, chunki ko'rib turibdi-da. Amerikaga bo'lmaydi, men bilan Yevropaga yurib turibman, birga farzandlar bor. Telefondan ko'rib turibdi-da. Xodim nima chiqyapti? Savdo menejerimiz shunga beradi. Tovar beradi desa, ko'rib turibdi-ku. Pul beradigan vaqtiga, to'g'ri pul bergan vaqtiga, o'sha paytga bergan, ber deydi kelgandan keyin. O'zi yuribdi chekiga. Safarda bo'lsa ham. Safarda bo'lsa ham. Qarab turman, daftarimni ko'rishim kerak, hali qarzi bor edi, buni ko'paydi, berdim yo'qmi? Qanchaligini, miyaga bar hamma narsa bo'lgandan keyin rahbarga, eng qiyin rahbarga o'zi aslida. Eng qiyin rahbarga aytdi. Ber dedim, qilib beraman dedi. Shoshma. Keyin va nomni ham aytadi. Men ilgariroq endi kelamiz, Goldman edi payt. Nomni yangilardi, Goldman degan. Bu tilla bolada tarjima qilsangiz, lekin hamma Goldman taniydi dedi rahbar. Mayli, baribir rebranding qilishimiz kerak. Nom boshqa qilishimiz kerak desam, shoshmang deydi. Shoshilmang. Biza 2021-yilda adashmasam Amerikadan zakaz oldik. Bir konteyner namuna. Tanish bilishdi. O'zimizdan borgan, Furada bizneslarda yo'l qo'ygan odamlar. Kelinglar dedi. Mana bir biznesga yo'l tikay, faqat Furaga nima yo'q, pul tikay dedi, ishlar dedi. Ko'rdi narxlarda Amerikaga $7 turibdi-da, bizlarga $1.5 turgan narsalar. Qiziqdi-da, konteyner yo'l qilib, hammasini qilib, pullar tashlab berib, bir mashina yuk zakaz qildi. Bizlarga, biz ortda. Kak falojni hamma dokumentlarni qildik-da, o'sha chiqarishimiz kerak. Chiqish kerak yo'lga. Menimcha aytgan chiqdi ham. Endi dedi menga dedi, o'sha kimgadir ko'rsatgan u. Mana rasmlarni tizimlashtirish shundoqki, hozirgi ijtimoiy tarmoqdagi ham yo'q-da, ana Instagramga ham sahifamiz yo'q, Facebookga ham yo'q, Telegram kanalimiz yo'q. Siz mijozga so'rasa rasm tashlab beraverganmiz, ona stol ustiga, men korobkani ustiga men. Qayerda tursa ham mahsulot rasmga olingan jo'natavergan, shularni biz bera olamiz. O'sha bilan kirib aytibsizda Amerikadagi o'sha u o'rtadagi kimgadir aytganda shunaqa narsa. Ham Xitoy bilan nimaga bir chiqib qoldi, Xitoy bilan sanksiya Amerikaga kelgan paytda O'zbekistondan borsa arzonroq tushadigan bojlari shunaqa bo'ldi. Hozir ham shunaqa-yu. O'sha payt qiziqib qoldi. U aytibdi-ki, bo'pti debdi. Kompaniyani deb manzillarini, veb-saytlarini, elektron nimalarni beringlar. Yo'q-ku. Hech qanday ma'lumot yo'q, veb-sayt yo'q. Ular Amerikaga eng nimasiga turadi-ku, bu ishlab chiqaruvchi 2007-yil ishlab chiqargan deysizmi, zavod rasm tushirasizmi, ishonmaydi ular. Как bo'lmish deb qabul qiladi. Bular olib sotadi bular. Zavodda yo'q deydi. Emas ular deganda, u biz yuk ham chiqarib oladi. Ular olib sotadigan Xitoyda olib keladi o'zi. Shunaqa qiladi. Haligi Goldman ham bor, bu bor. Goldman bu nima deb, bu nom emas, brend qanaqa deb. Keyin haligi va'dalashgan u yerdagilar bizlar Amerikaga eksport qildik deb. Keyin shunaqa yo'nalish qilib, Kolumbiyaga perevod qilish bo'laymi, Kolumbiya bo'lmay ketaveradi. Kolumbiyaga u haligi odam ham shunaqa qilamiz dedi. Endi birinchisi bo'lmadi. U bizlarga dars berdi. Tizimlashtirish hammasiga, rebranding.
Hammasiga dars berdi. Rahbarlarga ham. Bari zarar qildik. Biznesga bo'ladi zarar. Yo'l kirasiga misol zarar qildik. Zarar deganingizdan tashqari yana shu joyda sizga savol etib ketaylik. Yo'qotish ham bo'ldimi? Ya'ni yo'qotish degani qarang, Shuhrat aka, siz yaxshi anaqani tushunaman deyapsiz, matematikam yaxshi deyapsiz-da. Tadbirkorlarning eng ko'p qiladigan xatolaridan bittasi bu faqat topayotgan daromad hisoblashadi, lekin yo'qotayotganini hisoblashmaydi. Allaqachon borini. Ha. Zavodda Ha, ichidagi proseslarni optimizatsiya qilsa ham qancha pul saqlab qolib marjani kattalashtirish mumkin degan nuqtai nazardan. Yo, u bor, to'g'ri, bu siz aytganingizdek, boyagi tizimlashtirish yo'q bo'lgandan keyin o'sha narsani bilmadi. Siz aytgandek faqat pul biladi, yo'q, qaysidir tizimda yo'qolyapti-da, buni aytgandek boshqa modeldan E'tibor 60% muzlayapti deyapsiz. Muzlab turibdi ana shular. Lekin Hozirgacha hadovoy bo'lishi kerak. yetishmayapti. Ha, hadovoy Pul оборотga pul yetmayapti. Shunaqa. Lekin pul bo'lsa, оборот bo'lsa qanchadir foyda topishingiz mumkin, lekin yo'q. Shunaqa joylari borda o'sha paytga Bu tarafdan ham bilinmaydi. Chunki bilinmagan sababi daftarga tushmaydi bu narsalar. To'g'ri. Daftarga tushirmadi. Daftarga faqat klient kelib pul berdi, summasida misol rahbar qilib. Keyin shunga aytdik, aka dedi, shu nom degandingiz, shu tizimlashtirish degandingiz. Nima qilamiz? Juda rahbarlarimiz yaxshilar, ko'rib kelgan-ku. Men o'zim xijolat bo'ldim-da. Noto'g'ri qildingmi Amerikaning ishini? Qilmasa kerak edi desam, yo'q, dars berdi bizga. Bu dars dedi. Endi biz dedi dunyoga rivojlanishga chiqdik, shu yo'lga chiqdik. Mayli shu Goldman o'sha paytga ham yuqorilar ikkitasidan bittasi bo'ladigan bo'lsa, misol uchtasidan bittasi deyilgan bo'lsa, yana endi to'xtamashimiz kerak degan narsa. Endi rivojlanish va tizimlashtirish hammasi bittalikka qaror qabul qilindi, qilamiz dedi. Men aytdim, to'xtamash kerak keyin. Birinchidan budjet masalasi, qimmat ekan. Nom ham o'zi bilmaydi, nom ham topish boshlanadi, keyin uni logo qilishingiz bor. Keyin tarqatishingiz, nima qilishingiz, ko'p hammasi boshlanadi. Keyin tizimlashtirish ham shunaqa bo'ladi. Mayli dedi. Keyin o'shanga aytdi, men senga oldinroq aytgandim deb qo'yaman-da. Men dedim oldinroq aytgandim. Shuni desam, u paytga xodimlarimiz ham tayyor emas edi. Va budjetimiz ham yetishmasdi. Endi yetib keldi. Degandan keyin faqat mablag'i baribir meni ishim hali matematikada iqtisod deydi, shunaqadan kelganimdan keyin menga pul yetmay qolmashi kerak, to'xtab qolmashim kerak-da, ishim ham to'xtab ketadi-da. Keyin men shu nimaga topishim kerak shuni, kimga borish, qanaqa qilish topishim kerak, keyin yetmadi demash kerak-da, qisqasi. Shart qo'ya oldim. Bossingda tamom dedi. Qilamiz shu ishga kirishamiz dedi. Va kirishib ketdik. Rebranding ham shuncha ketdi, tizimlashtirish ham ketdi. Tizimlashtirishga hozirga kelib endi elari bo'ldi. Bugungi kunda ma'lumot uchun shuhdagi shu yerda aytib o'tib ketaman. Men o'zim topgan ma'lumotlarga qaraganda 10 million oyoq kiyim ishlab chiqaradi va O'zbekiston bozorida hozircha eng top o'sha nomer 1 deb butun ishlab chiqaruvchilar tanir ekan. Bu faqat O'zbekistondan desam, Tojikistonlik ishlab chiqaruvchilar, yana boshqa davlatlar ham ular haqida yaxshi tanishar ekan. Shu haqida ham deyilib o'tib ketsam. Ha, keyin shu tizimlashtirish shunaqa bo'lgandan keyin borku, xodimlar ham oson ekan, o'rganib, boya aytganda oson o'rgandi o'sha. Endi keldi ombor mudiri ham bitta sanaydi, planshetdan kiritadi. Chiqarib olganini ham kiritadi. Ha, oldin savdo menejerimiz masalan, Jaloliddin aytdim 250 xil model. Bitta klient keldi. 250 xil. Bitta klient keldi, 25 xilini oldi, hali qolgani turib tursa, 10% dan modeldan oldida va 5 korobkadan oldi. Tasavvur qiling, yozish kerak-da. Har bittasini oladi. Qo'ldan. Va kalkulyator bo'lishi kerak. Kalkulyator shunaqa narsa, bitta baribir yo batareyasi tugab qolsa, sekinlashib qolsa bitta xato ketadi, yo bir knopka yondagi tegib ketsa hisobida. Shu hisob uni rahbarga topshiradi, mana mijozga deb. Mana shular yo'qoldi-da hozir. Hozir yozib chiqadi, hozir tizimlashtirilgan endi hozir modellarimizda raqami bor. Raqam yo'q, bosh harfini 0.23 deylik. 0.23 chiqarib keladi razmeri. Tanlaydi-da, 10 korobka desa, o'sha ichida korobka 24 tadan summasi chiqadi. U sotyarda, misol rahbarimiz o'sha o'tirgan joydan biladi, kimga yuk berdi. Va buni qancha qoldi? Omborga ham shunaqa. Serialni oldi, kamayadi. Keyin rahbar ham birovdan klient bilan, mijoz bilan gaplashadigan paytga nima borligini, qachonga bo'nagidagi 10% qolib ketdi, 40% unaqa bo'lmasligi uchun ko'rib turadi-da.
shunga qarab aytadi yoki o'zi zakazda ham qarab mijoz kelishi ham endi shart yo'q endi mijoz kelib aniq zakaz qilgancha ham qarashi emasda har kun ko'rib turadi telefonidan yo kompyuterdan nima borligini o'zi xitoyga ham zakaz qiladi turkiyadan keladi turkiyaga zakaz qilib rahbarlar to'ldirib qo'yaveradi haligi kiraligini tizimlashi keyin haligi ishchimiz ham xodimimiz ham ombor undirib beradimi savdo menejeri bo'ladimi unga ham yengillik endi aksincha og'ir emas va mas'uliyat. Chunki u hozir berib olmasa, misol 500 kilo oqrangdan berib olmasa, u qabul qiladigan sexni qabul qiladigan masterlarimiz qabul qila olishi kerak. U qabul qila olmadi, u chiqardim deb kiritmasa 500 kilo. Oldin berilardi-da, yozardi. Keyin yozaman. Keyin kechqurun yozaman. Esdan chiqib ketadi. Endi unaqa emas, olgan paytga yozadi tizim. Skladdan chiqqanini yozish kerak, ishlab chiqarishga bo'lganda u qabul qilishga yozish kerak. Yozilmasa o'rtaga turadi. Keyin u rahbarga ham ko'rinib turadi-da, kim nimadir ishlamayapti, kim bosmayapti. Pul ham xuddi shunday mijozdan hisob kitob ham. Masalan, ishlab chiqarishda misol uchun ishlab chiqaruvchi kompaniyalarda ham o'zi hozirgi kunda tashqaridagi ekspert sifatida O'zbekistonga kelgan, bozorda ko'rayotgan nima sifatida ko'pgina ishlab chiqaruvchilar bitta narsani hisobga olib ketish kerak deb o'ylayman. Xom ashyolar olib kirib, mana shu mahsulotga aylanib, mijozga yetib borgungacha bo'lgan proses qanchadir vaqt oladi. Shunaqa. Endi bu vaqtda xom ashyoni o'zini har bir narsani tan narxi bor-ku. O'sha ishlab chiqarish jarayonida tan narxiga aylangungacha, masalan, tan narxiga aylangandan keyin 10% ustama foyda marji sifatida qo'ydim deb bozorga qo'yadigan bo'lsa, lekin bu 10% agarda bu bir oyda hamma proses klinikagacha borib pul realizatsiya bo'lib kelsa, lekin bu agar 2 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yilgacha borsa-chi, o'zi aslida o'sha biz o'ylayotgan 10% yoki 10% yoki o'sha narsa marji shrink bo'lib kichrayib boryaptimi? Bu narsani oldin mana shu yerda oldin qanaqa bo'lgan? Men hozir raqamlarni yaxshi ko'raman deb aytasiz-ku, oldin mana qog'ozda bo'lgan hamma narsani o'zingiz yig'ib chiqishingiz kerak edi. Xom ashyoni ham, u xodim bilan ham kerak bo'lsa urushib, oyligim buncha edi, uni edi, hammasini raqamini yig'ib shuni to'liq nazorat qila olmagansiz-da, qiynalgansiz. Vaqtingizni, energiyangizni juda ko'p olgan. Masalan, oilangizga vaqt ajrata olmagansiz. Ya'ni sizdan bu tizimlashtirish nimani? Birinchi navbatda vaqtiga yechib beryapti-da. Vaqt, to'g'ri. Asabuzarlikni yechib beryapti, masalan. O'zi eng birinchi yutganimiz vaqtdir. Shunaqa. Vaqt, masalan, elar hozir siz aytdingiz endi yuqorilariga. Eng yuqorisiga bo'lmasa ham qaysidir 3 ta kompaniyada bittasi bo'ladigan deb aytsak, bunaqa bo'lishga nima ham shu tizimlashtirish foydasi vaqtimiz bor. Oilangizga ham siz aytgan oilaga ham to'g'ri. Yangi model qilishga rahbarlar. O'zimizga ishlatishga, o'zimiz ishlashga va sifatga qarashga vaqti bor-da. Erta bilan keladi, bitta xodim bilan gaplashish kerak edi. Nimang bor, qanaqa nimang bor, mana o'zi zakazni qilib bera olasanmi, qancha vaqtga deb so'rab chiqish kerak. Ya'ni 7-8 kishi bo'ladi ham, 7-8 kishi bilan, 10 kishi bilan muloqot qilish kerak edi rahbar. Muloqot qilgandan keyin o'z-o'zidan o'nik bo'lib qoladi. Sog' bir kunda vaqt yetmaydi. Yo'q bo'ladi, bir kun men shunaqa dedim. Agar men qiladigani ishni o'nik kezib qilmasam, men shu kunimni yo'qotdim deyman. Keyin ikkidan keyin tez 5-6 bo'lib qolib, qaysidir tashkilot ishlamaydi. Misol bankni nima bilan ishlamagandan keyin yo'q bir kun yo'qotdim degan shunaqa bor. Shunaqa aytdi. Pul yo'qotish ko'p deydi. Hozir bunaqa emas-da. Sifatga ham ishlab oladi. Chunki Elavon deganingizda Elavon sifat deb biladi. Brend deb biladi yoki yaxshi narsa, yaxshi model. Hammasi vaqtga bog'liq. Vaqtga tejaganimiz, tizimlashtirganimiz. Kompaniya o'zini ustida ishlay olyapti. Endi o'zi ishda hamma ishlab oladi. Hamma. Rahbarlar operatsion ichida qolib ketgan. Shundoq. Tizimlashtira olmagan. Shundoq. Hammaga bitta rahbar emas. Mana o'zimiz uchun ishlayapti. Mutaxassislar ham chiqqanda bundan. Menejerlar ham, men savdo menejerimizda oldin skladdan chiqmasdi-da. Skladdan chiqardida yo nimaga borardi? Ishlab chiqarish ustiga zakazlarni olardi-da. Jaloliddin ismi. Yurish kerak edi-da. Hozir o'shani ham vaqti bor-da. Oilasiga ham vaqti bor. Tizimlashtirmagancha ko'rsam o'zi biladi. Tizimlashtirmaganimizcha O'zbekistondan chiqmagan menejerimiz. O'zbekistondan chiqa olmagan. Chunki chiqsa qaysidir nima bo'lib qolgan. Probka ishadi o'sha.
Hozir endi bemalol Xitoyga boradi, Turkiyaga boradi, ko'rgazma bo'ladi, model tanlaydimi, nima? Hozir hazillashimizda, ya'ni bemalol yuriysan deb qo'yaman. Shunaqa bo'lib qoldi-da, bitta rahbarga emas. Tizimlash bitta rahbarga yengillik degani emas. Butun bu ish kompaniyaga ham qaysidir ma'noda 20 kishi mehnat qiladi. Eng nimasida 200 kishi mehnat qiladi. Hammasiga foydasi. Hammasi. Eng birinchi bari vaqt qadriga yetish kerak. Vaqt bahosi yo'qda. Resurs, eng qimmat resursingiz. Eng qimmat vaqt bahosi yo'q. Vaqti tejagandan keyin aytgan sifat ham o'ylagan vaqtida bo'ladi. Dam olishga ham bo'ladi. To'g'ri. Biz o'zim ham endi men uni aytdim, men shaxsan o'zim ham 2 yilgacha bir joyga chiqa olmaganman. Bir joyga dam olmaganman. 2 yil bo'ldi. Hamma narsa tizimlashgandan keyin bemalol safarga chiqadigan bo'ldingiz. Telefondan ham keyin bilib turasiz nimaligini. Nasiyali, qarzdorlik, mahsulot atstatkalari Shunaqa. ishlab chiqarish bo'lgan Vaqtingiz bo'ladi hamma narsa. Shularga menga qiziqdi. Misol uchun ko'p tadbirkorlar so'rab qoladi. Qanaqa qilib, masalan, mana qachon qilish kerak? Qanaqa qilib qachon mana Excelgacha davringiz bitta bo'lgan. Exceldan keyin programmaga o'tkazishimiz kerak degan qaror qabul qilish yana bitta etap. Va nimaga masalan mana shu dastur shogirdlardan masalan programma olgansiz. Endi meni eshitishim bo'yicha bizdan oldin qaysidir klientlar bilan ishlatayotganlarni bir necha marta borib ko'rib, ancha vaqt kuzatgan degan nimalarni eshitdim. Ozgina kompaniya haqida ma'lumotlar olgandim. Mana shular haqida ham ozgina yoritib ketaylik. Keyin mana dasturga o'tganingizdan keyin mana Exceldan keyin adashmasam yana bitta programmaga ham o'tgan ekansizlar. U programmada jarayonni nima uchun qoniqtirmadi? Keyin nimaga yana o'rtadan ulardan chiqib keyin bizga realniy tizimlashtirishga kirdinglar? Ayni boshqa tizimlashtirish kompaniyada ishlagan paytimiz keldi bo'ldi. Jarayon boshlandi, nazoratiga men turaman. Chunki men aytgandaman, Excel tushunaman, hammasini tushunaman, tizimlashtirishda men aytganim uchun rahbarimiz siz qarang deydi. Nazoratiga men turamanda o'sha ustanovka qilishdan boshladi. Buni noto'g'ri, bu xato, bu. Bitta narsa bor edi. Baribir tizimlashtirish bizda oyoq kiyimga bor. Sizlar oyoq kiyimga moslab berdinglar. Oyoq kiyimga ishlaydi. Yo elektronikaga, yo gilamga baribir boshqacharoq bo'ladi-da. Moslashish kerak. Sizlar ham moslashlaring kerak. Biznes modeliga, modeliga shunaqa. Sizlar o'sha faoliyatga qarab moslashlaring kerak sizlarga. Bitta standartga to'g'ri kelmaydi. Bitta joylari bor-da. U paytga ular keldida, mana shu standart tamom, shundan burilmaymiz dedi-da. Keyin uni men urg'ucha qilib tushuntirdim. Rahbarimiz dedim, bitta o'g'illari bor dedi. Sen tizimini bitta o'g'ilga moslab berdi. Oddiy qilib aytdim. Bitta o'g'ilga moslab berdi. Bu yo'q payti men dedim qila olmaydigan ishim bor. Shunaqadan baribir biznesni oddiy qilib tushuntirdim, ya'ni urg'ucha qilib tushuntirganim, biznesni hali tizimlashmagan-ku. Rahbarlarimiz ham tayyor emasda, hamma narsani men yoki bitta men rahbar emas, umumiy o'sha tadbirkorlar ko'pi, ayniqsa o'zimizdan chiqqan tadbirkorlar hammasi o'zimga boshqaraman deb o'ylagan tushuncha bor o'sha payt. Qaysidir nimani bilmasdim kerak men, yo shunaqa edi u paytga. Haligi tizimlashtirayotgan u to'g'ri kelmaydi deyapti-da. Shuhrat akaga deyapti, menga bitta bo'limni berishingiz kerak. Deyapti, rahbarimiz endi menga moslab berdi. Siz Xitoyga ketib qolsangiz ishlamaydi deyapti. Xatosi Xitoyga ketib qolsangiz ishlamaydi degani o'zini aybi. Men isbotlab berdim-da, men unga bolaga isbotlab berdim-da. Sen birinchidan tizimingni standart emas, bitta o'g'ilga moslab ber dedim. Ikkinchidan bu Xitoyga ketgan paytda ishlatish kerak dedim telefonga. Xatoliklari nimaga yo'q? Planshetga, telefonga yo'q, kompyuterga bor. Endi kompyuter ko'tarib ketib bo'lmaydi. Faqat ko'tarib ketib bo'lmaydi. Samolyotga olib boradi, aeroportga kompyuter ochib ishlatmayotgan payt bo'lib qoladi-da. U xatosini menga aytib ketdi-da. Siz Xitoyga ketsangiz deyapti, tizim ishlamaydi deyapti rahbarimiz. Rahbar o'ylanib qolyapti. Chunki hali Excel yo tizimlashtirishga unchalik chiqmagan. Men uni bilib turibman-ku. Sen noto'g'ri aytyapsan. Bu Xitoyga ketganda ham ishlash kerak, sen tiziming ishlatish kerak. Demak, tushunishimcha zo'r narsani aytdingiz. Mana ochiqlab ketdik-da, ya'ni ommaga
Sen kimgadir qarab turib, menga keladi degan tizimni qurmadyaptilar. Ha. Tizim qaysidir muammoyini hal qilib bermasa bir tiyin. Qo'pol qilib aytganda. Ha. Demak, bundan oldingi tizim qo'yishgan, qanaqadir sistemadan foydalanishganda bitta oddiy muammoligini masofadan ko'rish muammosini hal qilib bera olmagan. Shunaqa. Tushunarli. Masofadan ko'ra olmaydi ular. Va telefondan kira olmasdi. Ishlab chiqarish bo'limlarida ham kompyuter ishlatish kerak. Ha, kompyuter ishlash kerak. Qarasa hammaligilar kompyuter ishlash kerak-da. U sexga ish boshqaruvchilar kompyuterda o'tirmaydi-da. Ular umuman naborot xodimlar kerak emasdi. O'sha paytgalar rahbar aytgan to'g'rida qiynab qo'yasiz xodim degan ma'no emas, u umuman qiynab qo'yardi-da. Keyin bir nima ham qilmoqchi bo'ldiki, o'shani qiziqib. Restoranlarga monobloklargacha hisoblab ko'rdi. Keyin sim yurish kerak, shunaqa. Qarasa ko'payib ketadi-da. Ishib ketyapti borgan sari. Bitta gapni o'sha paytga rahbarimiz aytdiki, Shuhrat aka dedi, shularga qiladigan sarflatgan pulimni dedi, shu yarmini sizga bersam, Excel qilib bersangiz bo'lar ekan dedi. Hali ish yarmidan kelganda. Kuldimda men tekin qilardim. Ishlatgan korxonam men kuldimda tekin qilardim. Sizga gapingizni olmayman dedi. Sen aralashma. Rahbarimiz mendan kichik uchun san gapiraman, faqat 10 yosh. Men o'zimizga moslashtirib bilardim. Dedi. Keyin bo'ldida shu men keyin aytganimda qildirdim. Hozir ular ham yaxshi ishlashyapti. O'sha paytda ular ham yangi qanaqadir moslashmagan. Endi eshitishimga qarab ular ham ishlab turibdi, hozir normal ishlab turibdi. Endi balki kamchilik bo'ladi-da. Ularda ham aqllari yetmagan joyga keyin balki o'sha keyin bizlardan ham nimadir olgandir, nimasiga emas. Tajriba olgan, tajriba balki kelgandan keyin o'zining nimasini bilgandir. Hozir balki ishlashi mumkin chekkaga ko'rsa. Keyin o'sha sizlarniki birinchi sizlar bilan gaplashganda telefondan qayerga bo'lsa ham ko'rib turadi degandan xo'jayinlar eshitganda. Buni qayerdan eshitgan? Kimdan? Uni yana o'sha menejerimiz dedim, Jaloliddin yurib Toshkentga qayergadir kelgan, kimdir qaysi magazinmi, savdo magazinmi, kimdir Toshkentdan aytgan. Telefondan ko'rib qolgan aytgan. Nima deb o'zi tizimlashtirgan? Biz qiynalamiz, unaqa desa, mana deb ko'rsatib berdi. Borgan rahbarga aytgan, rahbar chaqirib sizlarni keyin meni chaqirgandi. Keyin men sizlar bilan gaplashganga nima qilgan qaradim. Boshiga shu kompaniya qurib berish gap. Men endi o'tib kelganku-man, Excel'dan ham o'tganman. Qaradim. Sizlarni boshiga turib nima qilish shart emas dedim-da, keyin bo'ldi, qo'yaveringlar dedi. Bo'ladi. Ko'rib chiqdim-da, keyin ko'p sizlarni bolalar ham bilmaydi, ko'rmaganimda ko'p garan qilmadim keyin bonaga aytgandek. U bitta o'g'ilga to'g'rilab ber, Urgutga to'g'rilab ber deyotgan gaplarni aytmaydim. Baribir sizlar o'shanga ham aytib turadi bolalar. Gaplashib turadi, masalan, konvertatsiya nimadir muammo bo'lib qolsa, to'g'rilab berish, boshqa shunaqa bo'lib turadi. Sizlarga ham tajriba bo'ladi. Uni noto'g'ri tushunmas kerak. To'g'ri. Injiq demas kerak. Baribir mijozda bizlar. Bizlar ham hozir mijoz birinchi o'zi aytilgan birinchi mijoz keyin xodim turadi biznesga. Shunaqa bo'lib bir-biri bilan nima qilib, men aralashmadim to'g'risi bunga kamchilikni aytishga, nima qilishga. Aralashmaganimda ham sabab bor-da. U ham yaxshi bo'lgan, fundament bo'lgan buni kompaniya qo'ygani, o'sha nimalarimiz 4-5 ta xodimimiz tushuncha ega bo'lgan. Osonroq kirishib ketgan. Ha, kirishib ketdi sizlarga. Buni ham to'g'risini aytish kerak. Ular ham yordam bo'lgan. Agar sizlar birinchi borsangiz, sizlar bilan balki shunaqa tortishgan bo'lishimiz mumkin. Xodimlarimiz tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Hozir endi xodimlarimiz mas'uliyatli. Ha, kim kelsa hozir tushunasanmi? Hozir hamma telefonga tushunadi, ilova nima tushunadi. Xodim olishingizga ham, kadr olishingizga ham qiyin emas-da bu tizim. Olaverasizda, yaxshi bo'larkanmi? Mas'uliyatli bo'larkanmi? Insofi bor ekanmi? Savol tug'iladi. Rahbar biz ishchini olishdan oldin yaxshi o'ylaydi-da. Ha, bu tizimga endi ishlamasa o'ziga zarar. Mana shu tizimlashtirish bosqichida hamma korxonada birinchi bo'lib yengillik qilaman desangiz, xodimlar qarshi chiqadi-da. Ha, chunki xodimlar qiyin deb o'ylaydi. Sizda ham qanchalik bo'lgan muammo bu? Bizlarga qanchalik tez olib kira olgansiz? Qiyin olib kirganmiz. Birinchi o'rtadagi bo'ynakilar sizlarga ham nima bo'lib tramplin bo'lib qolgan. Sizlar birinchi bo'lib qolsangiz, sizlarga ham tushish qiyin bo'lib qolardi. O'tgan edi. Ayniqsa o'sha menejerimiz juda u vaqtda umuman u tezroq, mendan ham tez. Mendan-da tez.
bir ishni tezroq bitishida qoladi. Men ham shunaqa, mendan u aniq bilaman. Tezroq men bunaqa qilib o'tiramanmi derdi-da. Men de daftarga yoki ro'yxatga tez qilaman dedi. Haqiqatan u shunaqa edi. Yozgancha bundan tez yozib ko'rsatib beradi isbotlab. Mana deydi. Mana daftar yaxshi, qog'oz yaxshi derdi. Rahbar ham hech nima deya olmadi-da. Sal bu yangi edi, ular ham tajriba yo'q edi. Keyin qarangda qanaqa bo'lgan, tizimlashtirish foydasini ko'rgan-ku, keyin o'zi birinchi to'g'riroq o'sha qarshiroq bo'lgan. Qarshi bo'lmagan, qo'yish yo'q, u bo'lmagan, prosta qiyin vaqtdan ko'p yutqazish uchun bo'lmaydi deb turganda. Bo'lmasa mayli, men ishlamayman. Bironta ishlasin deydi, men og'zga kasib turaman, bir xodim olib bering, u kiritsin derdi. Lekin hozir sizlarda o'zi birinchi o'sha taklif qildi keyin bu. Chunki tizimlashtirish foydaligini bildi-da. U yaxshi natijada, u yaxshiligini aytaman, o'zimiz ham rahbar bilan Jalol nima qildi dedi, tafsir. Jalolmi dedim. Ha, tamom bo'ladi dedi. Jalol tafsirlagansa bo'ladi. Ko'proq muammo qaysi bo'lim xodimlar bilan bo'lgan? Ofis xodimlaringizmi yoki ishlab Yo'q, ishlab chiqarish bilan. Ishlab chiqarish bilan ko'proq bo'ladi. Ishlab chiqarish. Endi u savdo menejeri matematikani yaxshi biladi. Hisob-kitobni yaxshi biladi. U qiynalmasligi, osonroq tushunib ketishi, u o'ziga yengilligini yaxshiroq biladi. Da bu tizim. Ishlab chiqarishga olaverilganda, qarab tursang bo'ldi. Stanok ishlab tursa bo'ldi, xodimlar o'tirmasa bo'ldi, ishchilar. Hammasi qilsa bo'ldi deb olinganda xodimlar o'sha paytga. Keyin yozib o'tirish yoqmagan, boshqa emagan. Endi unaqa emas. Kelasam, xodim olishga ham aytdim. Yani shu tizim, mana shu ishlasam, ishlayman. Ishlamaganda siz ko'rib turasiz. Rahbar ko'rib turadi. Yoki yozadi, yoki telefon qiladi. Nimaga sen kiritmading? deydi. Xuddi bir kameraga tizim shunday narsa. Magaziningizda qurilayotgan nimaga o'xshab kamera bilan ko'rib turibdi. Bu nima yuribdi, bu nima savdoga qaramayapti deb turgan, kameralashtirilgan, men tushuncha. Xuddi shuni avtomatlashtirilgan. Ha, shuni avtomatlashtirilgan hisob-kitobingizni qurilayotgan tizim desam ham bo'ladi. Pullaringizni, mablag'ingiz qayerga turibdi, qancha nimangiz. Foydasi to'g'ri, foydasi juda katta. Men hozir kimdir tavsiya qilsa qachon o'tay, yo Excelga, sen aytgandek Excelga o'rgatib bo'lardi, keyin bunga o'taymi deb so'raydiganmiz hozir deyman. Ertaga dushanba kundan ham demayman. Hozir chaqirib, hozir o'tgin deb to'g'ri tavsiya berardim tizimga. U farqi yo'q, qaysi tizim bo'lishini tizimlashtirishga. Biroq so'rasa erta dushanba, bugun yakshanba dam ol demasdimda, hozir deydi. Chunki bilasiz-ku, har o'tkazib yuborilgan oy yo'qotish zararga aylanib boryapti. Ha, tizimlashmagan kompaniyalar uchun. Birinchi eng katta muammo vaqtni yutqazadi, mablag'ni, aniq tadbirkor mablag'da foyda qilish ishlaydi. Menga yana bitta hisobda. Masalan, tizimlashtirdingiz. Ya'ni shu gapingiz xulosasidan shunaqa deb olsak bo'ladimi? Ya'ni tizimlashtirganingizdan keyin hamma raqamlar avtomat har bitta bo'limi egalari xomashyo bo'lsin, ishlab chiqarish bo'lsin, hamma o'zini bo'limini kiritib kelayotganligi uchun sentralniy bitta joyda raqamlar yig'ilyapti va mana shu qaror qabul qilish nimasini tezlashtirib berishga olib kelyapti shuni. Shunaqa desak bo'ladi va tahlil qilib qayerda probkalar bor, qayerlar o'zi bozorda masalan qimmatga tushyapti, masalan ishlab chiqarishda. Mana hozir tan olish kerak, O'zbekiston oldin mana raqobatga uchramagan, misol hozirgi kunda Turkiyaniki ham bor, Xitoyda ham mahsulotlari borda, masalan, mana sizlar ilaro qilib ushlab turgan. Ya'ni bozorda nima bu o'sha analitika qilib probkalarni yoki bizda sezon bo'lgan paytlarda savdo tushib ketganini ko'ra olib va ana shu oilada nimadirlarni o'sha tahlil qilgandagi natijada erishdinglarmi? Prosta logika. Masalan, Xitoy hozir kerak bo'lsa O'zbekiston emas, ya'ni butun bozorda anaqaga o'ringa ega bo'lib qoldi. Hamma o'sha sifat desa ham oldin Xitoynikini olmayman, Rossiyanikini olaman degan payt. Hozir Xitoy deydi. Hozir Xitoy deydi. Lekin siz mana shunaqa zamonda ham qanaqa qilib bozorda o'zingizni o'rningizni qattiq ushlab tura olyapsiz? Hozir sizni nimangizga aytsak, sizni tushunchangizda hozir aytsam, balki tizimlashtirmagan odam tushunmaydi to'g'ri. Tizimlashtirilmagan odamlarga aytadigan gapim o'sha vaqtni yo'qotmagandan keyin rahbarni o'zi xodimlarni nimaga ishlamading, nima buni bosmading, nima buni demasdan turib o'sha xodimlar ham bir-biri bilan aloqa qiladi-da. Buni bosgin, buni nima qilgin. Oldin rahbarimiz o'zi vaqt
vaqtdan yutdikmi? Birinchi vaqt eng katta vaqtimizni yutdikmi? Mhm. Vaqt endi nima? Rahbarni o'zi boradi Mhm. model tanlashga. Baribir bitta odam xato qiladi-da. Bozorda aylanish kerak, bozorga O'zbekiston nima xohlayapti, Tojikiston nima xohlayapti, shu o'zi boradi-da. Hozirgi endi aytdimku, menejerimizdan chiqib keladi. Men ham chiqib kelaman, yana bittasini yuboradi. Mhm. Vaqti bor-da. Endi bitta nimadan ko'ra ikkita kalladan ko'ra uchta kalla hali modelni siz aytgandagi ilaroni ushlab turishga bir kishi ushlab turadi, bitta nima ushlab qila olmaydi-da. Ko'pchilik ko'p mehnat talab qiladi. Ko'p mehnat talab qilgan vaqt kerak o'sha xodimlarga. Endi vaqti bor endi. Shu tizimlashgan. Mhm. Tizimlashilgan ekan, vaqt bo'lgandan keyin o'sha xodim kelib erta bilan 10 ta xodim bilan gaplashganga obed bo'lib qolardi. Endi unaqa emasda endi. Mhm. Endi unaqa emas. Endi Mhm. yangi modelga qaraydi, yangi modelga rahbarlar o'zi yo'nalishiga qaraydi. Sifatga qaraydigan ham endi vaqti bor, sifatga qaraydigan ham odam bor endi. Ha, oldin sifat kontrol bo'lmagan. Bo'lmagan. Chunki o'sha jarayonga kirib ketgan hamma shu bilan olishyapti. Masalan, farq qildi. Rostdan farq qildi. Qanaqasiga? Ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni 5% brak bo'lishi kerak. Normal nasib Ha, biza kalkulyatsiya qilganda Mhm. 5% deb olavergandi rahbarlar. Bateriya. Endi hozir 3% ligini ko'rsatib beryapti-da tizim. Zo'r. Tizimlash 3% ligini ko'rsatib beryapti yoki 7% ligini ko'rsatib bergandan keyin kalkulyatsiya kelib chiqadi, tizimlashga keyin 5% deb olavermaganda foydani yoki zararni 5% ustiga mindirib qo'yadi. Hammasi ustiga kelib kalkulyatsiyaga kelib taqaladi-da. Kalkulyatsiyaga ham foydasi bor hozir. Kalkulyatsiya deganda tannarxini hisoblashni Tannarxni, tannarxni hisoblash, kalkulyatsiya hamma narsa kiradi. Ishchi xodim, svet, obed bor, oylik bor, yo'qotishlar bor, bateriyalar. Aytgandek 5% deb olingan. Bilmaganmiz 10% ham chiqqan bo'lishi mumkin-da. Vaqti bo'lmagan qadar skladga tushib borib ko'rishga vaqti bo'lmagan. Tizimlashtirish bo'lmagan, nima bo'lmagan, vaqt bo'lmagandan keyin haligi hamma kirib aytmaganda xo'jayinga bir tona seryozni 850 kilosiga seryoga nima chiqdi? Tovar chiqdi, 150 kilosi brak bo'ldi demaganda, demaydi. Ishlayapti. Ha, ishlayapti shu 50 kiloda deydi. Ha, xo'jayinlar ham, rahbarlar ham o'tiraveradi-da. Tizimlashtirishga unaqa bo'lmaydi. Ko'rinib turadi-ku. Xudo hozir bo'ynatga kameradagi narsada ko'rinib turgandan keyin o'zingizdan foydangizni ham yo zararlaringizga ham nima beradi-da. Demak, oldingi holatda siz kuchli tahlil qilish imkoniyatingiz bo'lmagan. Bo'lmagan. Yuzaki bilgancha stabil qanaqadir holatda olib ketgansizlar. Balki marja yuqori bo'lgandir. Shuni hisobiga biznes o'sib boravergan. Aytgan marja endi yuqori. Hozir endi unaqa qila olmaysiz. Endi hozirgi marjalar pasayganga aytgandingizlar, hozir endi juda nimali holat, tahlikali holat bo'lib qoldi. Xitoy endi oldingidan-da hozir kuchayib ketgan paytga kam foydaga ehtiyotkor bo'lib ishlamasangiz. Bu ehtiyotkor deganda yana ham chuqurroq tahlilga ega bo'lmasa bo'lmaydi. Shunaqa. Chunki oldin bozor ko'tarurgan, narxida sotib. Yangi texnika hozir mana tizim degani boshqaruv baribir yengillanib boryapti-da. Hech qaysi kompaniya 100% tizimlashganman deb ayta olmaydi. Chunki bu tizim kirikda. Doimiy yengillanib, nimadir qo'shib, nimadir o'zgartirib turish kerak. Hozirgi oldingi tizimingizda qaysidir analitikalar olishga sizga qiyinchilik bo'lgan, ya'ni tahlil qilishingiz qiyin bo'lganda majbur bo'ldingiz boshqa tizimga o'tishga. Ya'ni boshqasi qanaqa? Oxirgi texnologiya bo'yicha eng raqobatga chidamli bo'lgan holatdagi tizimga o'tishga harakat qildingiz, shunga o'tdingiz. Bu birinchi navbatda kompaniyada bitta narsani bilish kerak. Hamma biznes baribir, men o'zimdan olib aytadigan bo'lsam, sotuv bo'limida CRM degan tizimdan foydalanamiz deb. U tizim menga nima raqamlarni nazorat qilib turaman, aytaylik, sotuvchilar qancha zvonok qilyapti, qancha gaplashyapti, mijozlarning holati qanaqa, men ko'radigan raqamlarim bor. U raqamlar menga nima beradi? Menga sotuvni o'sish nuqtani aniqlashimga yordam beradi. Sizni biznesingizda ham bu tizim biznesni o'stiradigan nuqtalarni topishingizga yordam beradi-da. Ya'ni eng oxirgi holatdagi eng oxirgi tizimlarni foydalanyapsiz. Ya'ni bu degani raqobatchilaringizga qaraganda siz ko'proq imkoniyatga egasiz. Analitika dashbordlar bor, grafik ko'rinishlari. Ya'ni o'zingiz yaxshi ko'raman raqamlarda ishlashni deyapsiz. O'sha sizga kerakli raqamlarni olishingizga bu qanchalik yordam beryapti?
Bitta bo'limi misol deysiz. Mana masalan haligi boshida zo'r raqamlar gaplashdik-ku. Xomashyolarni 700 mingta edi, lekin bir Misol. tonaga bu qanchaga tushyapti o'zi? Qanchaga Summada. tushgan? Yo'qotish Qancha taxminiy summaga? qancha yo'qotish. Siz kompaniyani oboroti muhim emas bu yerda. Uni hech kim aniq qila olmaydi baribir. Taxminiy yo'qotish sifrada ko'rsatsangiz, tadbirkorga o'sha anaqa bo'ladi-da, turtki bo'ladi. Shuncha summa yo'qotyapman degan. Ya'ni summa har xil bo'ladi, chunki bizlarda обороtimizga qarab bizlarniki boshqacha bo'ladi. 1 million bo'ladigan bo'lsa oyoq kiyim, kimnikidir 1 million. Misol aytaylik, sizni yo'nalishingizda. Foizga aytadigan bo'lsak, foizga aytaylik. Oborotni mablag'iga ham kamiga 5% ga bo'lmasa 10% gacha farq qiladi. Lekin aniq mana bizlar shaxsan foyda to'plash tizimlashtirishda ishlab chiqarish bo'limida. To'liq. Shu tarafdan ko'proq foyda qildik. Chunki ko'proq ma'lumot tahlil qilish hammasini ko'rib turibmiz-da. Ishlab chiqarish jarayonidagi demak sizga eng ko'p foyda ko'rgan joyingiz qoldiqlar, omborga turgan mahsulotlar, xomashyomiz va tayyor turgan xomashyomiz va o'sha xomashyodan nechta chiqishi, nechta narsa chiqishi o'sha xomashyomizdan. Tannarxda rasxod qattiq qimmatlashyapti. Xodim oyligidami, siryodami, ya'ni o'shalarni tahlil qilishingizga yordam beradi. O'sha ishlab chiqarish ombordan bizlar ko'proq nima qilganimiz foyda berganda. Qayerda tejadingiz ko'proq? Bekitmay ochiq ayting, hammaga qiziq. Ya bitta oddiy kecha bo'lgan voqea 4000 plyus emasda kirim emas chiqim qilib o'rgan. Kirim bo'lganda u 8000 ko'rsatib turadi-da. Siz 8000 ni ko'rgandan keyin men 8000 zarar qilishim mumkin emas deysiz-da. Qidirasiz qayergadir xato qildim deb. Hamma o'g'ri. Topasizki o'zingiz xatongizni oqtarib topadi. 4000 bunaqa agar tizim bo'lmasa 4000 deysiz. 4000 yo'qoldi. Ko'rinmaydi bu. 4000 yo'qolgan bo'lib qoladi, yozilmadi. Daftar yozmay qo'ysiz kimdir bergan. 4000 kimnidir puli kirim bo'lmagan. Shu san 4000 qarzing bor deysiz. Uni ham yilni oxiriga yoki yillar bizga sezonga hisob qilib, sezon oxiriga hisob kitob qiladi. Keyin ko'ring, daftarni ko'tarib kelgan u har bitta yozib bergan qog'ozni ko'tarib kelganman, buncha ko'rganman, buncha pul berganman. Bo'ldi shunaqa. Kamerani ko'rgani shu may oyini kamera o'chib ketgan bo'ladi 6 oydan keyin. Shu mashinaga kelgan ekan, pul bergan edimi deydi-da. Shunaqalar bo'ladi. Hozir unaqa emas-da. Tizim yaxshi 4000 8000 qilib ko'rsatganidan keyin 8000 ga qo'rqasiz. 8000 qayerga adashganman deysiz. U o'zi 4000 o'zi. Kirim bo'lmagan, chiqim bo'lib ketgan 8000 yetmayapti kassaga-da. Qidirib topadi-da odam, hushyor tortadi bir kun o'ziga. Hozir 1 yildan keyin emas. Bu endi to'planib borishi mumkin. U to'planib borilgan. Bitta mijozdagi gapi bu. Shunaqada hamma shunaqa. Shoshib turganingizga biroz sizga pul berdi. Yozib qo'yaman daftarga deysiz, daftarga kirmaysizda xonangizga keyin. Hozir telefondan yozadi-da. To'loving berdi, shoshma deydi, yozib oladi-da. Shuni o'ziga kirim emas, chiqim bo'lib qoladi. Kechqurunga o'sha kunni o'ziga ko'rib chiqadigan tizim 8000 yetmayapti. O'sha kunni tahlil qiladi-da. Kechangi kunni emas-da. Javob demak. Bu men bitta kassani aytaman. Endi xuddi shunga o'xshagan xatoligida ishlab chiqarishdagi bola qilsa, o'sha kunligini tahlil qiladi. Osonroq topadi, ya'ni xatosini, qayerga xato bo'lganini. Kunlik ko'rib turasiz. Kunlik ko'rib turganingizdan keyin sezon tugagandan keyin sizga surpriz bo'lmaydi. Surpriz bo'lmaydi. Sezon prognoz qila olasiz. Bunaqa bo'lganiga daftar unga bo'lganiga sezonga bilmaysiz, sizning shu zarar bilmagan, hatto zararli bilmagan. Hozir bizga qiladigan ko'rishga qo'rqadi raqamlar. Hozir bizlar foyda, masalan, shu tizimni qo'ydik deydik, 10% foyda ko'rdik deb aytganimiz bilan ham balki undan ko'p foyda ko'rgandir bizlar. Chunki biz bilmagan zararimiz. Tizimlashtirish bo'lmagan paytda summasini bilmaganda biz zararni. Bilinmaydi summasi. Tushunasiz, bir sezon 6 oyga, qishki sezon, yozgi sezon 6 oylik narsaga bilmas qancha zarar qiladi. Endi bu faqatgina ishlab chiqarishni o'zidagi yo'qotishlar. Hamma ishlab chiqarishlar. Hali bu yog'i bor. Endi qolgan bo'limlar bor. Tasavvur ko'ryapti raqamlar. Lekin o'sha yana baribir rivojlanishga tezroq kelinglar, yana bir qaytishga to'g'ri keladi. U tadbirkor bo'lgandan keyin biz jo'ram o'sha paytga bozorga bank bordi, tushunasan sen yur dedi. O'zi men buxgalterlik o'qiganman. Bu paytga texnikumga zavushni o'qiganman. Zavushni Jizzaxga o'qiganman. Texnikum edi, kollej bo'lmasdan oldin 1-2 marta o'qiganman. Hali ham to'liq o'qiganim yo'q. Keyin
Yurdi bankka borardi. Bozorga savdo qilgan paytingizda yerlarga savdo qilinganda urib o'tgan. Soliqchilar keladi, patent ol deydi. Patent ol degani 100 kishidan 10 kishi patent olishi mumkin edi. Qolganlar deb qo'rqardi. Soliqchi kelsa yig'ardi, ochardi. Patent olgan savdo qilardi. Bu foyda qilib yotibdi, o'zi tizimlashtirilgani o'zi asliga dokumentarni qilgan deydi, hujjatli savdo qiladigan, o'sha payt foyda qilgan. Bu yig'ishtirib o'tirgan, sezon klient kelib o'tirmaydi, soliqchi kelsa men olaman demaydi, ochib turgan nimadan oladi, ketaveradi. U keyin mana bitta jo'ram bankka borganda terminal olgin dedi, terminalni birinchi uzgardi. Terminal olgin dedi. Bankka shoti bor, krediti bor. Terminal nima qilasan? San olgin. Men bozordan yordamchi bo'lib amakimning o'g'illariga, tog'amga yordamchi bo'lib chiqqan bozorchi-ku. Yordamchi bo'lib ishlaganman. Patent olganlar foyda qilardi o'sha paytga. Patentsizlardan. Patent dedim, hozir nima deydi? Foyda qilardi, yaxshi foydardi deganimga oldi haligi gapimni. Oldida keyin terminalga savdo qilamiz deb yozib qo'ydi. Endi hammaga paytga bilasiz, kartani pul qilish muammosi, eng muammosi u karta bilan kirib qoldi. U birdan u parfumeriya sotardi. Bu insonga bir donani o'zi deylik duh kerak deb kirdi. Terminal turibdi-da. Terminal aytadiku, bu hisob yo'q, ko'p qarz qiladi terminal bor. Kartasi bor odam. So'm berish qiyinroq aytgandilar. Kirgandan keyin u o'zi 20 ming narsa aytdi, 100 ming, 150 ming savdo qilardi. Kirgan odam terminal bor ekan, magazin bozor mana bu tarafda parfumeriya sotayotgan terminal bor ekan deb haligi keyin o'rtog'im aytdi, savdom oshib ketdi dedi-da. U terminal qo'ygancha qancha zararli hisoblash qiyin-da. To'g'ri. U ko'proq zarar qilgan. 20 ming kelib kirgan odam 20 ming narsa olib ketgan. Hozir kelib 150 ming narsa oladi. Bir kishini ham oshgan. Savdo ham oshgan, foyda ham oshadimi? Xuddi bizlarning ishimizga ham shunday-da. Nima boshida olib kelganimga hammasi kelganda bizlarga bekorga misol nima bo'lmaganda stajlar gapda. Tizimlashtirgan ham shunday. Biz bilmagan zararlarimiz bo'lgan bo'lishi kerak. Rahbarlar bilmagan joylari bor-da. Hozir bilib turadi, qaysi skladga nima turibdi. Necha pullik yuk tovar turibdi. Mablag'ga kelib taqaladi-da. Oldin bilmasdi. Chunki bilmagandan keyin hozir 10% foyda qildim deb aytib qo'yishimiz mumkin-da bizlar. Bunday emas. Ko'p, men aniq bilaman ko'p. Hozir o'sha men bekorga aytmadim. Savdoni o'sha terminal 20 million 150 ming farqi bor. Bir kishini aytdim. Bir kishi kelib shunaqa savdo qilganda 6 barobar. Ko'proq savdo qilsa 6 barobar ko'proq foyda qilgan. Bu ham xuddi shunaqa. Bu narsaga shu rivojlanishga tezroq o'tish kerak. Meni aytishim tezroq tavsiyam tezroq shu narsaga o'tgan odam yaxshiroq foyda qiladi. Birinchi vaqtdan foyda qilgandan keyin hamma narsaga foydada u. Mablag'ga ham o'ta qiladi. Sifatga ham ta'sir qiladi. Vaqt ajrata oladi sifatga, sifatli narsa qilib oladi-da. Kengayayotgan paytingizda ham demak ko'p to'sqinlik bo'lib qoladi, kichkina oddiy tizimda ishlash. Biznes kattalashyapti, masshtablashyapti. O'sha paytda ham oddiy tizim bilan chiqish qiyin. Orifbek masshtablarga qo'shimcha qilib ketsinlar, agar zo'r bo'lardi, masalan, hammaga qiziqdi. Misol uchun ko'p mana tizimlashtirish haqida o'z ma'lumotlar ko'payib ketdi, lekin mana u mijozlarga nima? Mijozlarga qanaqa komfort? Mana xodimlar haqida eshitdik. Mijozlarga ham qanaqadir o'zini ta'sirini ko'rsata oladimi bu? Masalan, loyalnost borasida yoki men tizimlashgan raqamni aniq boshqa kompaniyaga yursam, boshim ortmagan, arzon beraman desam, men ishlamayman deydigan holatlarni aytib qolishadi. Bu qanchalik sodir bo'lgan ellar bilan? Mijozlarga o'zimizda bizni ishlab chiqarish turib, mijoz savdo magazini bor odamdan tavsiya olib, borib aytib olganmiz. Ya'ni sizdan mahsulot ishlab chiqarsiz, uni sotayotgan odam mijozingiz sizga tavsiya qilgan. Shunaqa bo'lganda, bu tizim yaxshiligini ko'rsatib berganda. Bizlar ham hozir aytamiz o'sha mijozlarga, san tizimga o'tgin. Baribir sal qo'rqishadi. Bitta telefonni kimdir topib olsa, mana qancha pulim borligini biladimi deb sal cho'chib turishadi-da. O'ziga nima qiladi baribir, o'zi zarar qildiradi. O'sha mijozlarga ham o'zi asliga hamma o'tish kerak. Bitta ishlab chiqaruvchi degan emasda. Ishlab chiqaruvchi unga ham vaqti bo'ladi, ko'proq yaxshiroq bo'ladi unga. Yaxshiroq bo'ladi. Keyin u ham bitta men bilan ishlamaydi-da.
bitta bizlar bilan ishlamaydik-ku, qaysidir narsa yo'qdi. Boshqa kompaniyaga borganda aytishdiki, "Men tizim mana e'lari bu tizimga tizimlashtirish farqi yo'q, qaysi kompaniya sizlar bilan boshqa tizimlashtirishga o'tgan, men ham o'tganman, yaxshi hisob-kitobim. Sen bilan faqat adashib vaqtimni yo'qotaman" deydi. Haligi ham keyin o'ylanib qoladi, o'tish kerak ekan deydi boshqa kompaniya, raqobatchi kompaniyalarga. Keyin xuddi shu gap kelib chiqadi bar ularni o'rtasiga ham. Shu deydi ular rivojlanib ketgan, sifatga ham, songa ham ko'payib ketgan. Bir safarda bo'lganimizda Qatarda zo'r muloqotlar bo'ldi. Mahmud Desoki degan B2B yo'nalishida trener bor, xalqaro trener. Qatarda ko'pgina tadbirkorlarni yig'ib, o'sha startapdan tortib, o'sha allaqachon ishga tushgan qurilish sohasidagi kompaniyalarga ham konsalting, ham trening nimasini o'tkazar ekan. Safarda bo'lganimizda mehmon qildi. Ham shunaqa bir davrani o'rtasida. Endi mavzu shu programma haqida ketib qoldi. Yo'nalishimiz shu sohaga bo'lgani uchun shu gap meni ichimda qolib ketdi. Keyin shu narsani O'zbekiston tadbirkorlariga yetkazish, qanday qilib bo'lmasin shuni yetkazishga, bu biz bo'lamizmi, boshqa sistema beradiganlar bo'ladimi, shu narsani qilish kerak degan nima keldi. Chunki mana O'zbekistonda raqamlarni qaraydigan bo'lsak 790 mingta statistika bo'yicha kompaniyalar bo'lsa, biz 1%, 5%gacha yetib bora olmaymiz xohlasak ham. Shuning uchun men xohlagan bo'lardim. Masalan, u qanaqa kompaniya bo'lishini qayerdan programmaga o'tsin. Nimaga Mahmud Desoki mana shu aytib o'tib ketaman. Tadbirkorlar aytyapti Qatarda. Men deyapti, mana shu yo'nalishimda 10 ta korxona bir xil mahsulot ishlab chiqarsa deyapti. Ikkita kompaniya platformaga o'tganmiz, mana shunaqangi dasturiy ta'minotga o'tganmiz, programma orqali sun'iy intellektlar integratsiya bo'lgan platformaga o'tganmiz. Qolgan 8 ta kompaniya ana bozordan chiqib ketib qoldi avtomat. Keyin men uni majbur bo'laman, aytyapti endi ikkitasi sotib oldik biz ana kompaniyalarni deyapti. Bizga o'sha anaqa komandaga aylanib qoldi, deyapti. Va o'sha kelajak qanaqa Mahmud Desoki aytyapti, kelajak deydi. O'sha AI kompaniya, AI o'sha sun'iy intellektual programma dasturiy ta'minotni o'rnatgan kompaniyalar bilan yana bir tomonda o'rnatgan kompaniyalar o'rtasida raqobat qolib ketyapti. Bu qanchalik promptni to'g'ri berib bozorda taqdim qilishga oxiri boryapti degan fikrlarni bildi. Ani qog'ozda yurgan, tahlilga hali yetib bormagan kompaniyalar shu bozordan chiqib bo'ldi bizda deyapti. Endi biz O'zbekistonda har bilamiz, masalan, O'zbekiston juda jadallik bilan rivojlanyapti. O'sha sistemaga o'tish kerakmi, o'tmasa nima oqibatlar kutyapti keyingi etaplarda. Mana shu haqida gapirsak, mana shu bitta case sifatida aytib ketsam-da, masalan, ko'p nimalarga borganimda, ya'ni safarlarga borganimda, masalan, har safar programmaga o'tgandan keyin yetibman. Dunyoning katta kompaniyalari, masalan, McDonald's olamizmi, ular allaqachon mana sistema qo'yib olgan. U eskilaridan shu programma orqali sistemasini qo'ygan kompaniyalar. Keyingi etaplari nima qilyapti ekan deb, men uchun masalan shaxsan mana shu mutaxassis sifatida mana shu yo'nalishda kuzatib yurish qiziq. Gaplashaman, ko'raman, rahbari bilan gaplashamanda, ko'rayotganimda har safar har xil o'zgarish. Mana bu oxirgi borganimda McDonald's katta anaqa ekranni qo'yib qo'ygan devorga. Oldin faqat kartada to'laydiganlar borib o'sha ekranda zakaz berardi burgerga. Bu nima maqsadda qilingan o'zi? Endi ular food courtda joylashadi asosan, boshqa nimalar ham bor. Boshqa oziq-ovqat yo'nalishida sotadiganlar ham bor. Anta 11 ta, 20 ta o'chirib turgan klientlarni ushlab qolish uchun, ya'ni boshqasiga qorni och, o'tib ketmasligi uchun oynani qo'yganda kartasi borlar shunda o'tsin degan. Endi bu safar qilganimda ko'rgan holat, o'sha naqd pulda to'laydiganlar ham deyapti, anaqada o'sha ekranda to'lov qilursin deyapti. Ya'ni bron qilib mijozani ushlab olyapti-da, keyin ketib qolmayapti, kutadi. Endi u navbat aniq, qanchada chiqishi aniq. Endi men demoqchi bo'lganim, shu vaqtdan vaqtga mana programma qilgandan keyin ham keyingi etaplarda demak jarayonlarda aniq qaysi bo'limda qancha yo'qotish bor, uni yechimini, texnologiya yechimini qanday qilsak bo'ladi. O'sha mana misol uchun probka mana shu 3 ta klientim ketib qolyaptini hisobini ola olganda bu McDonald's. Endi biz hali O'zbekistondagi masalan tadbirkorlar hali ham qog'ozda zo'r, malades, qog'ozda yurtyapti. Aqlli tadbirkorlar. Lekin agar tasavvur qilaman ba'zida endi misol uchun o'zimdan nima qilib, agar sistemaga o'tsa,
shu avtomatizatsiya qilsa, shu yerda o'zida aytib o'tgan masalalarimizni 2 ta yo 3 ta masalasini hal qilib bersa yetarli-da. O'zi biznesmenning o'zi modelni yaratib, bozorda katta qadamni tashlab berishiga ishonaman. O'shanga bu haqida siz qanaqa qarashlar yoki fikrlar bildirgan bo'larsiz? O'zi qachon tayyor bo'ladi tadbirkorlar Ha. tizimlashtirish? Shundan Yo, boshlab bering. Allaqachon bankrot arafasiga kelgandami yoki Shunaqa. eng yomoni shu, eng bankrot tarafida kelganga o'tsa kech bo'lgan bo'ladi-da. Har xil yo'nalish bor. Yo'nalishga farq qiladi. Masalan, men ko'rganman, quruvchilarga tavsiya berish shart emas, o'zi rivojlanib ketgan bizdan rivojlangan tizimlashtirish bor. Nimasiga? Eshitamizda baribir. Ofisga borasiz, hamma narsani ko'rib turasiz, qaysi uy sotilgan, qaysi bo'sh. To'g'ri, ularga shu men o'ylanib turadigan qurilish ishlarini ham tizimlashtirilganmi deb o'zim hali savol berishga kelib qolsa so'rayman. Bu ham yaxshi bo'ladi, balki bordir. Chunki beton keladi, armatura keladi. Ko'p narsada u yer nazorat qilish juda qiyinroq joylar bor-da. Tizimlashtirganmi degan savol tug'iladi-da bir xil. Shunga o'xshagan har xil sohaga har xil joy bor-da. Maniki boshqa joyga qiyinchilik bo'lishi mumkin. Tizimlashtirishga yo'qotishlarni joyi. Quruvchilik boshqa joyga-da yo'qotish. Lekin sizni ham majbur qildi-da. O'tishga majbur qildi-ku. Ha, shuni ulardan o'sha boshqa nimalar ham o'sha planshetga o'tib olsa, nima qilib qolsa, yo'qotish joylarini topishga harakat qilish kerak. Aytdim, shu hozirdan qilish. Hamma soha tadbirkorlar bizlardan nimalari ham bor, o'tib ketganlari ham bor. Siz aytgandek o'sha KFC yo McDonald'sga o'xshagan O'zbekistonga ham zo'rlari bor. Tizimga o'tgan eshitardik-da biz. O'sha tizimlashtirishni narxini eshitardik-da. Hali byudjetimiz yetmasgan derdik-da, boshqa havasimiz kelgan. Baribir keyin bu gapingizni o'rtasiga aytib o'tib ketdingiz. Qaysidir joyini sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish kerak degan gap. Tizimlashtirish shu narsa bormi sizlarga shunaqa rejalar? Mana shunaqa qilish kerak. O'sha qaysidir bo'limligini keyin baribir bizlar bilan gaplashib, boshqa mujahid bilan boshqa soha bilan gaplashib, o'sha bilan integratsiya qilib, shunaqa qilib rivojlanaverish kerak. Hozir tizimga o'tib to'xtab qolmash kerak. Siz shu tizim ishlab turganda to'xtab qolish kerak emas, sizlarning yo'lanishlaringga. Bizlarga yanadir nimadir yangilik berish kerak, bizlarga o'xshagan klientga. Keling, shu yerga mana shu yerga yana ham ochiqroq, yana tanroq javob berib o'tishim uchun mana masalan yana bitta narsaga ochiqlik kirib ketaylik. Misol uchun ba'zida tadbirkorlar ko'ryapman-da, narxiga arzon bo'ladi deb hal masalan biznes protseslarni yaxshi tushunmaydigan, просто dasturchilarni o'z bilan ishlab qo'yyapti-da. Bu yerda problema butun bir loyihani, platformani ishlab chiqish uchun katta ekosistemaga ega bo'lish kerak. Serverlar bilan ishlaydigan, backend, frontend bilan ishlaydigan butun bir loyihani 2-3 ta dasturchi bilan qilib ishga tushira olaman degan nimalar ham bo'lib qolyapti. Keyin uni xo'p bugun qilib berdi, lekin uni ertaga davom ettirib ketishchi. Bu sohada bo'ladimi 2-3 oydan keyin, 1 yil, 2 yildan keyin yoki yo'qmi degan savollar bor. To'g'ri, arzon hozir bitib turibdi, qancha duradi. Lekin ertaga bu odam bo'lmasa-chi, yana o'sha inson omiliga qaytib qolish masalalari bo'lyapti. O'sha yerda yana bitta anaqa ajdaniyani to'g'ri qilib ketishlarini xohlagan bo'lardim. Va o'shanda sizni fikrlaringiz qanaqa bo'ladi? O'shaning uchun dasturchilar bilan emas, mana dasturchilar ham zo'r olsin. Dasturchilarga maslahat mana shu joyda zo'r kompaniyalarga kirsin, yaxshi ishlab, o'sha yerda masalan kimnidir tadbirkorga vaqtinchalik rishinasini qilib beraman emas, yaxshiroq kompaniyada fokusini sohasiga qaratib zo'r, u ham zo'r bo'ladi, kompaniya ham, mijoz ham, 3 tomonlama hamma xursand bo'lib ketadi. Demak, o'zing uchun yozdirishing senga foyda bermaydi. Bor dasturlardan foydalangin demoqchisiz. Shunaqa. Bor dastur, lekin mana bunaqangi biznes model bugungi kunda xalqaro bozorda ham o'zi qanaqa bo'lyapti desangiz, hali birinchi eng kamida SAS решениялariga Oliya Benski bilan mana shunday boshlab turaman bilan kirib boshlasa zo'r. Mana hozir shu yerda aytayotganlaridek, biz ham o'sha bitta programmani ishlatmaganlarida bizga qonuniy o'tishi mumkin. Lekin bizga tayyor bo'lgan shunday programmani mana o'rnating, maza komandami, bizning komanda ham maza qilishgan, men endi analiz qilishim bo'yicha bular ham maza qilgan. Endi va mana shu joyda aytib ketish kerak bo'lgan narsa, kompaniya bilan ishlashda o'sha bundan keyin xuddi bir siz bitta bo'limingiz sifatida uzoq muddatli strategik anaqada bitta qatorda bo'lib qoladi kompaniya bilan ishlasa. Chunki birinchidan biznes model mana bozorda hozir aytib o'tgandek
moslashtirishlar qilish kerak. Bular ham bu o'tganligiga to'g'ri kelgan narsa bu yilga to'g'ri kelmaydi. Xitoy kiryapti, Turkiya kiryapti deyapti, уже bu yog'iga birga ishlab ketish kerak, modifikatsiyalar qilish kerak. Qaysidir tan narxini tushirish uchun qanaqa masalan omillar bor. Mana hozir bir kunda men tayyorman. ChatGPT'larni integratsiya qilib, haligi integratsiya qilib bularga masalan bitta analitikani qilib berishga ham masalan anaqa kerak-da. Bozorda nimaga analitikaga ehtiyoj bor? Chunki yaxshi bir analiz bozor O'zbekistonda yo'q. Chunki biz endi tushunyapmiz, tahlil qilish kerak, analitika qilish kerak, diagnostika qilish kerak, probka qayerda degan narsalarni aniqlab olish kerakligini endi tushunyapmiz-da. O'zbekistonda va qirayotgan. O'shaning uchun agar sistema ERP siz ba'zingiz biladi, hozirgi platformalar ChatGPT ni integratsiya qilish balkim sizga уже risk menejer vazifasini bajarib berishi mumkin. Keyingi etapda masalan men tayyorman. Mutaxassisda sizga. O'zi mutaxassis. Shuni aytdim. bu oyda xomashyolarimiz 20% ga yaqinlashdi. O'tgan yilgi sezonga nisbatan menimchaga tushib ketyapti. Agarda xomashyolarni ko'proq zakaz qilmasangiz, mana bu yurtmada kech qolasiz degan bir tavsiyachi vazifasini va konsultant sifatida vazifalarni bajarish mumkin. Oldingi zo'r gap aytdingiz. Bu kelajakda уже bu ketishda rivojlangan davlatlarda shu narsa boshlangandilar, ya'ni sun'iy intellekt bir-biri bilan raqobat qiladi. Shu gapni aytganlar va o'zi g'alati bo'lib eshitdim. Shunaqa, ya'ni o'shaning uchun ham bu yerda tanlashda kompaniyalarni ham tanlashda tavsiya o'rnida haligi kelajagini ko'ra olgan nimalar bilan ishlashni boshlash kerak. SAS решение qilib, keyin undan keyingi etapda o'zini biznes modeliga, fin modeliga qayerda men pul ishlayman? Masalan, bu Xitoy kompaniyadan farqim nima? O'sha yerda men misol uchun men eshitganim Faxriddin aka bilan o'zim suhbatlashganda, ularda hozir mana o'zlari qo'shimcha qilib yoritib beradilar, balki mendan ham yaxshiroq. Ya'ni bularni biznes modelida savdo tushib ketgan paytda ekosistema yaratib olgan xomashyolarni olib bozorda sotadi. Sezon yo'q paytida. Shu ko'ryapsiz, marjani o'sha paytda ham yana stabil yoshyapti. Bunga qachon kelingan, qachonki masalan tahlil bo'lganda, ya'ni o'sha proseslarga mana modifikatsiya biza IT kompaniya o'shaqa joyda biznes modeliga moslashib qo'shib ketish kerak. U bitta standart yechim qilsak, hali aytganlaridek, bular ham bitta oyoq kiyim ishlab chiqaruvchilar, bular ham boshqa ishlab chiqaruvchilar, u bozorda ikkalasi bir-birini bir xil narsa bilan biznes model bir xil. Tanaqini, hali biznes model bir xil bo'lgandan keyin tanaqini ta'sir qilib qanaqa bo'lishi mumkin-da. Endi biz baribir hali raqamlarga baribir qochishimiz kerak. IT kompaniya bo'lganimiz uchun buni hali iloji yo'q. Hali so'zda chiroyli gaplar aytib, buni raqamlarda qanday degan ko'rsatishlar ko'rsatilmasa, quruq gap bo'lib ketib qolaveradi. Masalan, tizimlashtirish xuddi bir umumiy mavzuga aylanib qolgandek. Shunga izohlab bersangiz qilsam bo'lar. Hozir aytganingizda aytdingiz-ku, o'sha marja tushgan paytda qaysi narsani deganingizga, endi bizlarda o'tganimiz shu yil nimaga borganimizga, Yevropaga, bozorlarga o'rgangani. Ko'p odam Yevropaga bozorga chiqaman desa, Germaniya, Fransiyani bozoriga deydi, yani qo'rqish bo'ladi-da. Ular bizlar narsani olmaydi deb. Bizlar maslahat qilamizda, aholi sonini qaraymiz. Haligi iqtisodiy holatini qaraymiz-da. Bizlar mahsulotlar bor, arzon mahsulotlar bo'lgandan keyin arzon joyga boramiz, Vengriyaga bordik, bozorga. Bir viza bilan nima qilgan, nima giperlar, sizlar mahsulotlarini olmaydi degan gap qilganlar bo'ldi-da. O'zimiz bozordagi bozorlar bor-da, Vengriyaga, Ruminiyaga. Kirasiz O'zbekistondaysiz, agar shu karantinga shunaqa nimalar, u yerga turklar, suriyaliklar, pokistonliklar savdo qilib turgan ekan, suhbatlashib yurdik-da. Bozor aytgan gapingizni aytdi-da. Oyoq kiyim sotar ekan, bir xil oyoq kiyimni turi ko'p-da. Bizlarga 20 yil 12 oy sotadigan sezonni mahsulot ishlab chiqariladi. Bizlarning shunaqa. Qishga ham, yozga ham. Bir xil nimalar bor. Ayniqsa Turkiya faqatgina ko'pincha ular yozlik narsani ishlab chiqaradi. O'sha turk savdo qiladi yozlik. Qishga kelar ekanda oyoq kiyimini sohasi o'sha o'zi boshqa sohani bilmaydi, nima qilmaydi, biladi-yu, oladigan joyi yo'q, oladigani yozlik deb biladi, Turkiyadan oladi. Qishga shapka sotardi. Ruminiyaga. Keyin bizlarni ko'rdi, mahsulotlarni ko'rdi. Yana endi qishga dedi sotadigan mahsulotimiz bor endi deyapti. Qishga ham bir ishlayman, yaxshi bo'lib kelsa yozga ham olaveraman. Siz aytgan gapingiz o'zi marja tushib ketgan paytda nimadir narsani olib kelib sotsa bo'ladi deb sun'iy intellekt bir
maslahat bersin deganingizga aytaman-da. Shunaqa joy borda. Biza o'sha bo'lmasa u odamlar gaplashganimizga 30 yildan beri o'sha yerga yashab qolgan Yevropaga ko'p, turklar ko'p Yevropaga-da. Ancha vaqtdan bo'lsa savdo qiladi. Oyoq kiyim sohasi. Lekin qishga kelib nima sotishni bilmasganda shapka sotar ekan. Bizlar ham zo'r tadbirkor bo'lganimiz bilan ham o'sha siz aytgandek integratsiya qilsangiz deyapsiz-ku, sun'iylik bilan. Nimadir maslahat berib tursa bu yaxshi-da. Ha. Marjani sal ko'tarib turishga sezon bor payti bor yo'q. Masalan, sezon almashadigan paytga bir oy aniq har yil shunaqa. Qishki sezon yo yozgi sezon almashadigan paytga bir oy 40 kun to'g'ri savdolar tushib ketadi-da. Almashadi. Klientlar qo'lidan sotib oladi deydi. Keyin qishlikda olaman, pul yig'ib kelaman deydi. Shu paytda savdo ishlab chiqarish zavodlarga tushadi-da. Shunaqa paytga shunaqa maslahat berganlar foydada. Keyin bu bitta gap aytib o'tib ketdingiz. Butun boshli 1,5 soatlik kino ko'rsam, masalan, vaqt topib qolsam, fantastik kino bo'ladi. Bayik bo'ladi. Ichida 10 minutlik, 5 minutlik hayotga ham yoki biznesga ham tadbiq qilayotgan narsa bo'ladi. Shunaqa narsa olaman-da. Shu esimga qoldi. Hozir gapingizga aytdingizki, dasturchilar dedingiz, undan ko'ra bir yaxshiroq kompaniyaga ishlasam degan dedingiz-da. Adashmasam, o'zi ishlab bir kun yo'q bo'lib ketgandan ko'ra bir kompaniya. Men Moskvaga ishlaganman. 2012-yil Moskvaga musofir bo'lmasdan turib musulmon bo'lmaysan deganlarda shu borganman. Bir Qashqadaryoda qarshilik bola gazel haydaydi. Menga yordamchi ish o'rganaman-da. Nima? Setvi magazin bor Viktoriya. Undan olamizda bu adresga biza zakaz beradi, chaqiradi. Boramiz, olamizda bu adreslarga tashlaymiz. Skladdan olib bu magazinga olib kelgan gazel 1800 rubl olamiz biza. $60 bo'ladi. Bitta borishda aytay, qolgan chaqirtmaydi. Gazel bitta praktika tadbirkor nima qilgan o'ziniki bir 10 ta yo 50 ta mashinasi bor. Isuzusi ham bor, Furasi ham bor. Qayerga bo'lsa yo'nalish qilib beradi. U 3,5 ming rubl oladi. Bitta nimaga. Benzinimizni beradi, mashinani bergan. Bu bizga 1800 rubl beradi. Og'riqli nuqtada bu nimaroq muammosi? Dasturchidan tashqari boshqa muammoga men taksilik bo'lgani uchun men taksilikdan aytaman-da. Hozir O'zbekistonga boradi, muddatli to'lovga mashinalarda taksilik qiladi. $300 dan $500 gacha beradi qarz. Ishlaydi, beradi. Zaten mashina o'zimniki bo'ladi deydi. Men taksilik qilib, mashinani juda yaxshi tushunganimdan, bir iqtisod yo'q, mashinani yaxshi tushunganimdan keyin 3 yildan keyin bu mashina puliga arzimasligini men bilaman-da. O'zimniki bo'ldi degan paytingiz mashinangiz eski bo'ladi. Yana sotaman desangiz, hali boshlang'ich to'lov bo'lib qoladi yangi mashinani. Yana u kimgadir ishlab berishingiz kerak. Lekin hozir kompaniya ochsam men 50 ta mashina qo'ysamda, taksiga menga ishlagin. Menga kunliga shuncha pul berasan, men senga oylik chiqarib beraman. Oldin shunaqa. Kunlik ishlab topshirasiz, plan deydi. Plan topshirardi. Keyin ziyodasi o'ziga aytdi, yana oylik olardi. Yo'q deydi. Ko'rasizmi, xato qayerda? Umrini beribdi unga 2000 3000 dollarni yig'ib, qanaqadir qiynalib yig'ib berib, yana $500 dan berib ishlab 3 yilga qutulgandan keyin mashinani yana sotsa $4000 yana boshlang'ich to'loviga oladi mashinani. Keyingi mashina olish kerak-ku, zamonaviy endi. Hozirgi elektromobil qilish kerak. Nexus 3 da. Nexus 3 da sotsa 3 yil oldin elektromobilni boshlang'ich to'loviga yetib qoladi-da. Yana 3 yil umri ishlaydi. Siz aytgan dasturchilar ham shunaqa-da hozir. Gapingizni ichiga olib o'tib ketganman, kinodan dedim. Nimadir olsa. Ishlar bitta kompaniyaga. Sabr qilib. Rivojlanasan-da. Taksi ham o'sha kompaniya berdimi, pul xarajat qilmasan. Pul bermasan, mashinani olib bersasan. Baribir boshqa odamga ishlab beroqsan, boshqa odamga o'sha nimani. Umrim o'tibdi-ku. U staj ketadi, pensiyaga chiqadi, yana oylik beradi, yana ortishi o'ziga xuddi o'sha ish. Lekin pul xarajat qilmaydi-da. Yo'qotishga sabab bo'lib qoladi. Boring kissasiga $15000 puli bor. 15000 ga bor elektromobil yoki 20000 ga ostinda yana ishlayapti-da. $20000 o'yinga tursin, o'sha kompaniyaga ishlagin. Mashina berasan, u puling tursin. Yo'lasan. Siz aytayotgan dasturchilarni
eshitib qolsa ham mana umrini yo'qotib qo'ygan o'zim nimaga erishaman deydi. Erishsa, Xudo nasib qilsa, Alloh nasib qilsa, kompaniyaga ham erishadi. Bizlar ham xatolar bilan aytdim-ku. Xatolarimiz bo'lgan shu kompaniyaga kelgan paytimiz sabr qilib, mehnat qilaverganmiz, hali nimaga qaramaganmiz. O'sha oylikka, boshqasiga qaramaganmiz. Mana Xudoga shukur o'sha narsaga erishdikda. Og'riqli nuqtalar ko'p-da. O'sha bu hammaga taalluq, dasturchisiga ham yoki nimaga-da. Shunaqaga bir xil birov uchun ishlayman, bunaqa deb noto'g'ri qiladi. Ko'p siz sohangizga aytishdinglar-da, endi dasturchilarga aytaman-da. Sizlar to'g'ri yo'nalish topshilaring kerak. Poddeshkada mana ham zo'r xodim deb bilasiz siz yo kimdir chekkadan kelsa, ilaro nimasi yaxshi. Mana ham shu kompaniyaga kelmasam balki bu to'g'riga erishmashim mumkin edi. Yurishim mumkin edi. Kunligimni yetkazib-da. Birovga iqtidor Alloh beradi, birni o'ng qiladi. Birovga iqtidorni beradi, o'sha kimdir bizga zadani, xo'jayinlar, rahbar zadani esa o'sha zadanasini yuqoriroq qilib, ko'proq qilib bajarib beramiz-da. Shunaqa bo'lishi mumkin-da. To'g'ri tushunish kerak uni. Birni o'ng qiladigan bu, yo'q berganini ko'paytiradigan bu. Yo'qdan ya'ni Alloh nima qiladi-yu, rizq beradi-yu, topadiganlar bor-da. Endi hammasini men qilaman deyish kerak. Men o'zim bo'lsam shunaqa narsaga erisha olmasligim mumkin. Yo'q, taksida yurgan bo'lardi, yo'q Moskvaga gazlarda yurgan bo'lardi. Ilohga keldimda men aytib ketaman O'zbekiston. Shunaqa mehnat qilsak O'zbekistonga ham ko'p narsa erishsa bo'lar ekan. Barvaqt turish kerak deyishga, uniki yotish kerak. Deb qaytib kelganman-da. Bunaqa joylar bor-da, hamisha o'zim demash kerak-da. Sizlar sohalaringga ham ko'p bu. Mana Shuhrat aka, mazza qilyapmiz suhbat mazmunli, keng tarmoqli suhbatimiz davom etyapti. Yana bitta masalaga anaqa qilib ketsam, masalan, mana ishlab chiqaruvchi zavod rahbari sifatida bular qanaqa qaraydi? Chunki bu masalan chet elda o'qiyotgan o'zbekistonliklar, studentlar, chet elda endi boshlagan biznesmenlar bor. O'zbekistondagi zavodlar bilan kerak bo'lsa mahsulotlarni olib bersa edi, men sotardim, lekin saytdan hech narsa chiqmayapti. Bor kompaniyami, yo'q kompaniyami degan har xil anaqalar o'tadi. Endi men global muammoni ko'tarib olayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'p o'ylayman, o'sha chet elda yurgan o'zbekistonliklarni ham qiziqtiradigan savol o'ylayman. Masalan, 2010-yillarmikan, 2009-yillarda O'zbekistonga kelganimda universitetda o'qiyapmiz, endi studentmiz. Endi chet elda o'qigan student sifatida qiziqasiz, qiziqonsiz, zarni kiyasiz, uni kiyasiz, buni kiyasiz, narxi ham $100, $300, $500. Masalan, kiyimlarda bitta kiyim olaman desangiz ham. Mana lekin O'zbekistonga kelib, mana shu zavod ko'rasiz, masalan, baribir O'zbekiston ham qaniydi, mana shu rivojlansa, mana shu bozorga chiqsa, orzu qilib yuradi. Har bitta chet elda musofir bo'lgan o'zbek studentimi yoki boshqami. Lekin qiziqtirayotgan narsa, biz mana ishlab chiqaruvchi sifatida nimaga biz zarra bir vaqtda $300-500 bozorda mahsulotini sotayotganda biz o'zi tan narxi bitta kuyini hozir aytib o'tganingizdek $3 tushayotgandir. $5 bu nima? Biz birinchidan operatsiyonkadan chiqa olmasdan mana shu ertadan kechgacha bu xodimni haydab, bu xodimni olib kirib, bu xodimni urishib, mahsulotimni sota olmadim yo mahalliy bozor bilan kimnidir mushtlashib, meni klientim olding deb mana shunaqa qilib yuraverishimiz kerakmi yoki bir tezroq bir sistemadan chiqib, mana biznes egasi o'zini masalan bugun Husan aka bilan o'tirganimizda ham ko'p gaplashdik. Biznes egasi, mana rahbar sifatida, mana rahbar sifatida siz ham ko'p mana safarlarga chiqdim, Gruziyaga, boshqa davlatga beto'g'ri. Mana shu davlatlarga chiqib, mana operatsionni jarayonlarni tushish qimmatga tushayotganligini, qanchalik darajada yetkazib bermoqchisizda auditoriyaga, bu qiziq. Masalan, siz rahbar sifatida kresloni o'tirib olib, bugun buni qilaman, sen keldingmi deyishdan ko'ra, proseslarni o'zi har bitta jarayonni, masalan, xomashyoni kirgizyaptimi, bo'ldi. Uning vazifasi shu. Planshetning ostida ma'lumotlarni kiritib ketaversin. Ishlab chiqaruvchimi, bu skanerdan bitib tursin, ishlab chiqarishga o'tdi. Siz masalan Gruziyadamisiz, Angliyadamisiz, mana bu buyurtma bo'yicha mana bu nima xomashyoda turibdi ekan. Bo'ldi, men уже taxminan klientingizga masalan dostуп berib qo'yasiz. Taxminan mana bergan zakazlarim
Yandexda yo'l xaritani yetib borish nuqtasini belgilaganda taxminan mana bu vaqtda yetib boraman ekan. Nini hisobini olib, tezroq mana shu katta kanallarni yaratish bilan. Masalan, biz o'zbek ichimda meni o'zimni shaxsan qolib ketgan hali bir qitirnayotgan narsalar bu. Misol uchun ishlab chiqaruvchilarimiz shu bozorda qachon xalqaro bozorda kanallarni yaratish bilan, masalan, xalqaro bozorda PR qilib o'zini mahsulotlarini olib chiqishga qachon chiqamiz? Bu yo bu mahalliy biz o'zimizni doim hammani haligi sababchi ko'rsatadigan mentalitetimizdanmi yoki bu masalan yo sistemaga o'tish qimmat deb haligi o'zi jarayon shundoq ham 1 million 2 million dollarga transportni tushib turibdi. Sistemaga o'tmasdan o'sha narxidan qochib mana shu operatsiyonkadan ham chiqa olmasdan o'sha o'tib ketamizmi-da? Qachongacha bu anaqamiz? Bunga qanaqa baho berasiz? Mana ishlab chiqaruvchi sifatida. Nimaga mana tizimlashtirib, aynan siz tizimlashtirib programmaga qo'yganingizdan keyin chiqishni boshladingiz? Nimaga masalan O'zbekistonda уже mana top biz nomer 1 demaylik, shu 3 tani nomer 1 deylik misol uchun. Nimaga mana shu nomer 1ga hali chiqa olyapsiz-da? Nimaga siz hozir mana qalb xotirjamligi bor? O'tirib olib, kresloda biz bilan gaplasha olyapsiz. Nimaga masalan xodimlaringiz sizga to'xtamasdan telefonni masalan o'tiribmiz, saldan beri zvonok qilayotgani yo'q yoki mijozlaringiz mana shu dardlarni bir yoritib bersak, menimcha o'sha bir organik anaqa bo'ladi deb o'ylayman. Bu haligi faqatgina programma sotib yoki programmani bu yerda anaqa qilish emasda. Bu yerda masalan tadbirkorlarni realniy qaysidir anaqaga haligi ishlab chiqaruvchilarimiz bozorga chiqarish. Bu yerda o'sha nuqtadan mana siz real case sifatida haligi tizimlashtirishni maqtash yoki programmani qo'yish o'zini yo'liga. Qanaqa qilib chiqib ketdingiz mana shundan-da? Mana shu jarayon qiziq. Siz keling mana o'sha Amerikada gapini aytib, kim bu dedi. Kim bu deganga o'g'ri bo'ldi-da. Ya'ni hozirga kelsak 20 yillik tajribaga 18 yil tajribaga rahbarlar so'z og'ir bo'lganda 15 yillik nimaga kim bu deganda o'sha paytga o'sha odam qidirgan bo'lishi kerak. Sohasi bo'lgandan keyin oyoq kiyim ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonda yozganda hech nima chiqmaganda man tugul boshqasi ham chiqmagan bo'lishi kerak. 5 ta yo kamiga 10 ta bo'lsa sayt chiqib tursa shunaqa yo'nalishga o'tsa bizlar aytgandek rebrending qilib saytlar hamma joy ijtimoiy tarmoqlarga qidirgan paytingiz elar chiqib kelishi kerak. Bu boshqasi ham shuni chiqib kelsa bitta manga emas, butun O'zbekistonga bo'lgan nimasiga ham ishonadi-da. Davlat brendga aylanadi. Brendga aylanadi. O'zbekiston deb qidiradi. O'zbekiston deydi, men elaro deb hozir shu turishi hozirgisi ham elaro bizda brendimiz mana qo'rqmasdan hamma narsamiz bor desak ham bu qidirsa bitta elaro chiqib keladi-da. Shunga ham ishonmaydi keyin. O'nta chiqsa, bor ekan deydi. Shu yo'nalishdagi ishlab chiqaruvchilar bor shu bor ekan O'zbekistonda deydi. Bitta bo'lsa yasagan deb turadi. Misolda shu sohada kelib. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha boshqa konkurentlar ham, boshqa ham vaqtini tejab shu narsaga tizimlashtirishga o'tib olsa, bizlar bilan ham ish bermaydi-da. Keyin xotirjam bo'la oladi-ku, tizimlashtirib xotirjam bo'la olgandan keyin o'zi qidirgan elarni qidirsa boshqa kompaniyaga ham chiqib kelsa, unikini qiziqib unga o'tib ketishi mumkin hali chet eldan qidirgan. Mayli, siz aytdingiz-ku, O'zbekistonda tizimlashtirsa 5% ham kuchimiz yetmaydi dedingiz-ku. Xuddi shunga o'xshagan agar o'sha Amerikadan yo qaysi davlat, Yevropa ham bizlardan yo'q, olaman tovar desa, bizlarda o'zimiz yetkazib bera olmaymiz. Mayli, ko'pchilik bo'lgani yaxshi-da. Agar tizimlashtirishga o'tgandan keyin mani yo deydi boshqa kompaniya nimaga o'tib ketdi, nimaga u yaxshi, haligi hattoki mijoz bilan gaplashganda bir xil aytadi-da. Elarni so'rab kelsa, hali borda katta biznesmenlar bor, hammaning yuki bor, tovari bor. Elari bormi deb kelsa, ensasi qotadi deydi-da. O'zi aytadi. Ensa qotadi. Yoki haligi magazinga ham o'sha tovari qolmagan, elarniki yo'qmi desa, bir xil narsa sal qimmatroq deb aytadi. Elarni olaman deb qaytib chiqib kelsa, umuman keyin kayfiyati buziladi-da. O'shanaqa bo'lmaydi, ular ensiz qotmaydi keyin. O'tganidan keyin. O'tib olgandan keyin xotirjam bo'ladi. Chunki u ham sifatga vaqti bo'ladi keyin. Sifatga fokus qaratishi.
modelga ham Hmm. vaqti bo'ladi-da. Hmm. Hozir vaqti yo'q-da. Vaqt kam o'sha misol nimalarga hamda ko'pda tashib ishlab chiqarishdi. Hmm. O'zi ishlab chiqarish o'zi bitta biznes. Sotuv ikkinchi biznes. Ha. Bu aytganda urutga moslashtirib ber deganimda hamma narsani o'zi yuklab olganda endi nima qilish kerak? Bo'shatish kerak sal. Hamma narsa u tizimlashtirish sizdan oladi ko'p narsani. Mas'uliyatli qiladi lekin asliga. Mas'uliyatli qiladi. Xodimlaringizni ham mas'uliyatli qiladi-da. U kelmasa o'sha ishni vaqtiga kelmasa zavod ishlamasligi aniq-ku. Hmm. Keyin telefonni olib berib tur. Siryodan o'zi boraman deyishi mumkin. Kelish hammasiga foyda beradi-da. U o'sha rahbarni bizlarni o'ylashgan vaqti bo'lmaydi. Mana O'zini ustiga ishlaydi, sifatga ishlaydi. Hmm. Keyin u ham dunyoga chiqadi, dunyo bozoriga chiqadi, boshqa qiladi. Rost O'zbekistonga deb oyoq kiyim sohasi bo'ladi, boshqa sohami deb qidirgan paytim mani kamiga 10 ta chiqqanini xohlayman. Hmm. 10 ta chiqib tursa, shu soha nimaroq bo'ladi-da, ishonchroq. Brend O'zbekiston o'zi aslida. Hmm. O'zbekiston maqsadimiz shu. Rebrending qilgan birinchi rahbarlar aytgan. Alloh xayrli qilsin. Dunyo bozoriga birinchi chiqarish maqsadimiz. Alloh xayrli qilmasa $1 million xaraj qilsak ham bo'lmaydi deyilganda. Va xayrli qildi, misol birinchi almashgan hech kim hozir Goldmanni eslamay qo'ydi. Qo'rqadi. Bir bor boshi Goldman deb taniydi-ku deydi. Hozir bunaqa emasda xayrli qilsin deydi. Shu O'zbekiston deb qidiradi baribir. Hmm. Shu o'sha tizimlashtirilsa, nima? Bizlarni ham o'ylamaydi. O'zini ishini o'ylaydi. Ha. Ichiga nima bo'lmaydi-da. Xotirjam raqobatlashamanni o'ylamaydi. Xotirjam bo'lmagandan keyin raqobatlashaman deb o'ylaydi. Sifatga raqobat qilsin, tamom. Sifatga raqobat qilish uchun xotirjam bo'lish kerak. Boshqa muammosi bo'lmas kerak. 12 gacha u xodim, bu xodim bilan gaplashmasdan. Hmm. Tizimlashgandan keyin ular ham xudo nasib qilsa, misol hammasi bu top 3 emas, top 10 liglar ham bir-biri bilan navbat turaversa yaxshi. Faqat Sifatdan faqat nima yutadi? Sifatdan faqatgina mijoz yutadi, iste'molchi yutadi. Sifatli narsa oladi-da. Yaxshi narsa oladi. Faqat elaron emas, misol kelgan payt hamma sifatli narsa turgan yaxshiroq man. Demak, shu tizimini yo'qligini evaziga tadbirkorlar mahalliy bozordan chiqib ketib, eksportgachaga ham Vaqti yo'q-da. Vaqti yo'q bo'lgandan keyin o'sha muammo ko'p bo'ladi. Vaqtni yaxshi foydalanish. Demak, kichkina bozorda qolib ketadi. O'smaydi korxona. O'zbekiston bozori qancha, misol, juda katta emas. Endi O'zbekiston bozoridan endi kichik bo'lib qoldi. Eksport qilish mumkin bo'lgan, masalan aytaylik, misol uchun 200 ta davlat bor sizda. Bulardagi cheklov bor. U yoqqacha qiyin. Eksport ham yon atrofimiz ham Xitoy mazasini qo'shib qo'ydi. Qozog'iston, Qirg'iziston bozorlarida o'zimiz ham yo'qotdik. Tojikiston turibdi o'sha bari siz aytgandek sifat elaro deb so'rab kelgani uchun Tojikiston bozori bor bizlar. Boshqa bir ishlar bizlarga raqobatchi emas, bizlarga o'xshash ishlab chiqaruvchilarni bozorni yo'qotib Tojikiston bozorini bilib turibmiz, bilamiz-da. Bizlar ham yo'qotmasligimiz kamroq bo'lsa ham o'sha elaroni so'rab qidirib keladi deb aytadi-da. Men tarafdorman hammani so'rab kelgani yaxshi. Bitta O'zbekiston bitta brend chiqishidan ko'ra 10 ta, 5 ta chiqsa, inson xotirjam bo'lsa hamma narsaga erishadi. Xotirjam bir marta endi xotirjamlik masalasiga rahbar bilan biz Toshkentga desam, mani qiladigan ishi bu hozir men aylab kelishim uchun ancha joyga borib kelishim kerak. Toshkent shunaqa-ku. Urutga palasaga olib ketaveramiz. Dedim, mashina qo'ydim, piyoda borib kelaman dedi. Piyoda bordim. Hujjatni oldim, keldim. 500 metr dedik, borib kelib 1 kilometr yurib keldim. Mashinada 2 kilometr aylanib kelishim kerak. Bitta taklif aytdim. 3 yilmi 4 yil bo'ldi. Endi o'sha paytga 20 million atrofiga foydali keltiradigan taklif va ish berdi. O'sha joyda o'ziga. Shu borib kelganimga miyamga kelgan narsa-da. Keyin bordik. O'shan turibmiz. Qayerdan miyangiz keldi bu narsa? Piyoda yurgan juda katta foydasi bor-da. Mashinaga yursangiz xotirjam yura olmaysiz. Oldin ham shunday. Xotirjamlikni nimasi bu.
piyoda yursangiz xotirjam borasiz, to'g'ri yo'lingiz bor, beshavot yuradigan yo'l bor. Mashinaga xotirjam emasda, hamma narsa xotirjamlik, hamma narsaga foyda beradi-da. Va dedim, bu bir dedim piyoda. Ha dedi, keyin u ko'p kitob o'qiydi. Rahbarimiz aytdi, falonchi kitobni o'qigandim, shunaqa degandi, piyoda yurgan foydasi bor degandi deb aytdi ham. Bu ikkinchi tarafini ham aytaydi. Oilam qorni to'q hozir dedi. Men bir kun ikki kun ketsam, oilam nonni bor, qorni to'q. Hech narsa deb telefon qilib bezovta qilmaydi meni. Oilamdan xotirjamman dedim. Shu piyoda borganim oilamni o'ylamasdan biznes deb o'ylab borib keldim dedim. Agar oilam o'zimdan olgan oyligim yetmay tursa, nimadir kam bo'lib turib, baribir kam bo'lib tursa, yo bir kishi qarzini so'rab turgan bo'lsa, men rahbarga aytolmay uyalib turgan bo'lsam, qayerdan pul olsam, nima qilsam deb, qanaqa qilib yetsam, bu oyligini bu oyga yetkazib olmasam deb, borib piyoda 1000 kilometr yo 3 kilometr borib kelsam, hali uyim xotirjam bo'lmasa, yangi ideya chiqmaydi-da. Shudagi zo'r narsalarni aytyapsiz. Mana shu joyda shu yerda ochiqlab ketaylik. Mana demak, oylikni ham o'ylamaydigan xotirjamlikka erishish uchun shu tizimlashgandan keyin o'sha demak, aslida biz aytamiz, u xodimlar qarshilik qilganmi degan. Biz aslida xodimlar qarshilik qilish kerak emas. Barakani mana bunaqa taraf bilan emas, to'g'ri ishlab, ko'rsatkichni zo'r qilish orqali katta oylik topib, qalb xotirjamligiga erishish mumkin degan narsa ketyapti-da. Hozir ko'rib turibdi-ku, kimni qaysi xodim qanaqaligini rahbar ko'rib turibdi. Hozir qaysi xodim qanaqa foyda keltirayotganini ko'rib turibdi-da. Bonuslari bor, sezonligi bor. Yilga yopilganiga yoki bir sezon almashganiga bonuslari bor-da ishxonamizda. Chunki men qanaqa foyda keltiryapman, u tizimni ham ko'rsatib beryapti ishlayotganini. O'sha hattoki ombor mudiri ham foyda keltirishi mumkin-da, haligi tizim bo'lgandan keyin ishlataveradi, asfaltga qo'ymaydi. Oq rang deydi, yozga ketadi. Qishga ketmaydi-da. Oq rang oyoq kiyimda oq rang ehtimol avgustdan keyin sotilmaydi-da. Bir tonna qolsa 1 yil turadi shu pulda, pul aylansa muzlab qoladi. U o'shani tizimlashtirsa, masalan, zakaz 11 tonna bor, 10 tonnaga zakaz bo'lsa, 10% dan qo'shib chiqarib yuborsa, ideya va xotirjam so'yish o'yingan ideya keladi, o'shani qoldirmaydi-da. Bu tizim ko'rib turadi. Tizimlashtirib ko'rib turadi-da. Keyin foydasi o'tgan yilki biladik qancha qolib ketgan. Chunki aslatgani, bitta o'qda aytaman. Boshqa model bor, boshqa bor, yozdik. Shu biladi-ku endi bar xo'jayinlar, rahbarlar shu darajaga yetgan o'zi bo'lmagan, tizimlashtirilmagan payti ham yetib kelganda, daftar bilan, shu bilan hali ham ishlayapti deysiz-ku. Biladi-da, keyin shoshma deydi. Xodim foyda qildi, shunga qarab bonusi bor. Premiya deydi, shunaqalar qiladi-da. Keyin hali xodim xursand bo'lib ishlaydi-da. Yana dalishi men deydi, bildi deb ishlayveradi. Keyin rivojlanish bir-biriga juda bog'liq-da omillar. Hammasi ha. Xotirjam bo'lmasangiz, u xodim ishlayaptimi, shu foydasi keltiryaptimi, zararni bilmasangiz, oyligini olyapti desa xo'jayinlar. Da, u ham keyin hali xotirjam yo'q, keyin 1 tonna emas, bu yil 2 tonna qoldirib qo'yadi. Keyin bo'lmaydi-da. Xotirjamlikka juda katta nimalar bor-da. Shuhratdagi bitta narsa qiziqdi. Men endi o'zimga xulosa qilaman-da. Demak, ishlab chiqarishda polniy shu tizimga o'tkazib olsa, xomash masalan sotuvchi shunday kiryapti-da, aslatga bor. Menimcha ishlab chiqarish sonini ko'paytirish kerak, chunki uje zakaz tugab qoldi, ko'proq tezroq ishlab chiqariladigan zadaniyalarni rahbar ishtirokchisiz ham bir-biriga zadaniyalarni berish tezlashadi. Izohlari bor, izohlarga qo'yadi-da. Rahbar ham ko'rib turadi, ikkalasi muloqot qilibdi, deydi. Nimasi bor deydi. Shu tizimlashgani uchun zadaniyalarni ham bir-biriga berib, rahbarsiz ham ish protsessiga o'zini ketaveradi. Muloqot qiladi, sinxron ketadi. Insonni bir-biri bilan muloqot qilgan sari tushunish bo'ladi. Muloqot qilmasa tushunmaydi-da. U kelib ketish kerak edi-da. Oldin muloqot qilmaydi-da. U sexdan bo'lsa kelib ketish kerak edi. Abetga chiqsam qarayman deydi. Qo'lini ochib abet qiladi, kech bo'ladi. U tizimlashtirishga muloqot qilib turadi-da. Odamlar bir-birini ham tezlashga ham hissa qo'ysa kerak. Sani deb nimaga men uyalib qolishim kerak? Nega sani deb ishimni bajara olmayman? Deydi, bunga zarar keladi, keyin rahbarga yetib boradi. U rahbar o'zi ko'rib turibdi-ku. Mas'uliyatli qiladi xodimni. Nimasini oshiradi, fikrlashini,
mutaxassis bo'lib chiqaveradi-da. Probkani oldini oladi. Ha, Bitta probkani- joyda ishib qolmaydi. Buni keyin o'sha rahbar ko'rib turadi. Zo'r. Ko'rib turgandan keyin yana boyagi gap ketaveradi. Ishlayapti. Ishlamayotganini ham bilib turadi, keyin chaqiradida, keyin aytadi. Oldin ishlayapsan, bo'lyaptimi, kamchilik olmasa, yo'q kamchilik yo'q deydi. Ikkita xodim bir-birini sotmaydi. Oldingi holatga desa, ha deydi, ketaveradi. Bunga sotish kerak emas, o'zi bilinib turadi, ko'rib turadi, mas'uliyatli qiladi. Birinchi navbat mas'uliyatli bo'lgandan keyin rivojlanadi baribir. Tushunmaganini so'raydi keyin. Suv oqibatni sразу topasizda. Именно sebochka mashtadan uzilgan, ya'ni teshigi shu yerda. Teshigi borni topadi. Sразу yopiladi. Keyin bir-biridan so'rab turadi. Bir bilan muloqot qilgan sari bir-birini keyin tushunish bor. Xodimlar bir-biri bilan nima bo'lmaydi-da. Ko'proq muloqot qilaveradi. Keyin bir-biriga yordam berib, bunaqa qilgin. Bari tizim nima tushunmasa, oddiy bir narsani buni qaysiga kelish, qaysi bo'limga kelib nimani bosardim deb so'rab qoladi-ku. O'sha baribir muloqot qilsa bir-biri bilan diydor shirin deydi, mehri ko'zi degan o'xshagan. Bir-biriga keyin nima bo'laveradi? Xodimlar bir-biri bilan yaxshi bo'lsa. O'qitish tiziminglar ham bormi aynan bu bo'yicha? Xodimlarni? Yo'q, hali yo'q. O'zi borgandan qo'yib berganlardan keyin bular o'zlari bilan nima qilib ishlab ketgan. Hali yangi xodim kelsa, hozircha o'zimizni nimalar tushuntirib beradi. Buni bo'lsa bu kelasan, bu ishni qilasan, qilib olasan deydi. U kelgan odam ham qilib olsa, ko'zi yetsa, ha deydi. Bularda Ko'zi yetmasa ishlamaydi. bularda anaqa tekuchka baland bo'lmaganda, bilishim bo'yicha, ya'ni xodimlarning ketib qolishi baland bo'lmagan, o'z nomerlarini ishlab chiqaruvchi, yo'da asosiy stress boshqa tarafda bo'lgan, birinchi o'shani qilishdan boshlanganda endi protsesslarni hal qilishdan. Demak, o'sha endi kadrlar hali ham oldin kadrlar bor. u eskidan ishlayotgan kadrlar. Endi mana bunaqa xulosa qilsak bo'larmikan? Mana shu yerga qarang. Mana sizlar mana direktor sifatida, bo'lim rahbarlari sifatida operatsionkadan vaqtlarini tejadi, chiqdi. Kompaniya qaysidir mana avtomatizatsiya qilgandan keyin analitikalar qilib, foyda marjani katta qilib, oyliklarni yaxshi to'lashga va xodimlarni ham ishini sevib bajarishga va mijozlar ham yaxshi ko'rib ishlashga olib keldi. Masalan, va rahbarlar masalan chet elga chiqib yaxshi kontraktlarni qilib kelishga vaqt ajratib, haligi biznesda ham kayfiyati oshyapti deb qarasak bo'ladimi shunda? Bo'ladi. Qarangda, shunaqa kecha kelishda olib gaplashib qolgan edim rahbarlar bilan. Shunaqa tizimga foydasi tegibdi, men ko'p e'tibor bermagan ekan. Mana bu narsani ishlab chiqarsangiz yaxshiroq model, foydasi marjasi kattaroq. Ko'proq nima qilsangiz, sotsangizda bu masalan kamroq. Assortiment uchun. Bundan 10 ta, bundan 5 ta yoki bundan 2 ta bo'lsa ham, bundan 10 ta ishlab chiqarsangiz shunaqa darajagacha foyda bergan ekan. Kecha o'tirib yana gaplashdik-da, kelishimdan oldin. Qanaqa desam, aytganingizdek o'sha bir-biri bilan muloqot bilib qolganda nima yoki mana bundan ko'proq qolib ketyapti degan payt muloqot qilgan-ku savdo menejerlar o'shani urg'u bergan. Qolib ketmaslik. Muzlash oldin olib ketilgan. Muzlash oldin olib ketgandan keyin baribir xuddi reklamaga o'xshagan bir narsani maqtaysiz, shunaqa bo'lib qolgan-ku, xalq o'shanga qiziqib qoladi-ku. Raqamini bilmaysizmi? Shunda gapingizni bo'ldim, sifra qizuv. Nech pulni yo'qotish oldini oldida? Yo'q, yo'qotish emas, foyda 20% ga foyda. Ha, muzlaydi deyapsiz. Yo'q, muzlagan emas. Bitta modelni naborot shu tizimlashtirishdan qimmatroq sotishga yo'lini topgan bo'ladi. Men kecha bildim shuni. Gaplashib bildim, hali savdo nimasi bilan. Voy, ko'zga ko'rinmagan joylarni ochotida. Bu ketib turgan lekin. Qanaqadir shunaqa yo'lini qilgan, xuddi reklamaga o'xshagan oldinga olib kelib qo'yganmi, chiroyli qilganmi? Lekin o'shani bitta modelni 20% foyda Savdoni oshirdi. Savdoni 20% ustiga marja qo'yishgacha 10 emas, 20 gacha bu marjani ko'targan. Haligi keyin o'sha kamroq o'zi bu. Keyin qo'rqish borku, kamagan qolmay qoladi deb menga berdi-da. Demak, joyida aytib keting, sistema uchun to'lagan pulingizni bitta chastni o'zi qoplab berdi-da. Chastni o'sha payt qoplangan. Qoplanmaganga o'tmagan bo'lardi. Yana qaytib daftarga o'tadigan paytga kelib qolganda bular qoplangan. O'sha darajaga keyin uni kimdan chiqqan fikrini bilasiz siz. Rahbar biladi, shundan keyin boshqacha haligi aytadi rahbar, rahmat aytadi yoki nima biladi. Rahmatlantiradi. Keyin kayfiyat ketdi-da yana bu yilga ham nimadir model o'ylab topadi, yo nima qiladi.
xodimlarga Vaqti bor. motivatsiyaga ham Ha, yordam ha, bergan. buni man Mhm. kelishimga bildim. Rostdan kelishim bitta modelni sal qimmatroq marja qo'yib sotgan yo'lini qilganda. Mm. Chunki kayfiyat yaxshi-da. Mhm. Kayfiyat yaxshi bo'lmasa, o'rninkida ko'proq nagruzkaga biz bu narsa kelmaydi kallaga. Bilmaydi haligi skladga aytib 250 xilli, 249 xilni bilishi mumkin-da. To'g'ri. Misol hammasi rasm bilan emasda, raqam bilan kelgan bu modellar ham. 0023 dan 0099 dan bor deb biladi-da. Mm. Endi mana 0099 qolib ketyapti deydi keyin savdo menejeri yoki rahbar aytadi bunday sotishga harakat qilgin deydi. Mhm. Sezoni yaqinlashdi deydi. U hali xomashyolik payti biladi qaysi model turibdi. Ko'proq ketmay To'g'ri. turgan, qimirlamay turib, muzlamay turganini keyin aytadi. Bizga rahbar ham aytmasa ham bu nimalar ham ishlab chiqaruvchilar ham aytishi mumkin-da. Mm. Savdo menejeriga mana bu biz bor. Sezon tugasa yoki model almashsa, kuzgi sezonga o'tsa, o'sha yozlikka bu chiqarmay qolamiz degandan keyin qo'yinglar deydi-da u. Mm. Sizga uni eslatib turadi. Ha, Sistema. sistema eslatib turadi. Modelda hali xomashyolik payti eslatib turadi. Mhm. Ungacha biz model chiqqandan keyin bilgan. Xo'jayin rahbarni o'zi bilgan. Mm. Bor ko'rib olib kelgandi modellar zakaz qilib kelgan Xitoydan, Turkiyadan. Xodimlar tayyor mahsulot men o'zim ko'p shunaqa bo'lib qolganman. Ko'rib shu bizadan chiqadim degan paytlar bo'lgan. Ishonmaysiz. Men turib yurib keladi tashqari ko'p yuraman. Skladga ko'rib qolib shu ham bizadan chiqadi degan paytlarimiz bo'lgan. Endi hozir chiqmasdan turib hali xomashyolik payti biladi hozir. Qaysi model qayerga turibdi? Dahoga aylanyapsizlar. Ha, qaysi skladga qaysi omborga turibdi. Mm. O'sha urg'u beringlar deydi, sotinglar deydi. Keyin muzlamaslikni nimasiga foydasi bor. Muzlamaslik. Ha, eng nimasi muzlamaslik. Qolib ketganlar ko'p bo'lgan oldi. Bu yil modelga sotamiz deb bunaqa bo'lganda tizim qolib ketgan ekan mana bu model. Mana xaltalar nima deganda xo'jayinlar. Bu chiqib qolgan payti rahbarda yoki savdo menejeri bu nima degan ochgan. Bu model nima aytmagan deydi. Chiroyli model bo'lgan, yaxshi model bo'lgan. Tagiga qolib ketdi deganda ko'z boshqa ham Sifatida ko'rgan bo'lsa. jismoniy emas, mana ko'rib turgan boshqa. Bu yilga o'sha eski bo'lgan. Keyin tannariga sotgan. Balki zararga sotgandir. Shuning uchun bilmagan zararlar ko'pda. Bilmaysiz u zarar. Buni o'z tannariga sotasizmi yo zararga sotasizmi? Unaqa yildan yilga bo'lib kelavergan. Qochish katta. Hozir endi bilib turadi. Xomashyolik payti bilib turish yaxshiroq-da. Sotish narxi ham shunda zararda, to'g'rimi? Keyingi yilga Keyingi yilga qoldi. Ham sotish narxi ham muzladi. Pulingiz muzladi bir. inflyatsiyadan yo'qotish Ha, yana u bar dollarga olib kelingan. Hmm. Endi buni deydi chiqargandan keyin yangi model chiqqandan keyin yangi model 15 ming bo'lib tursa misol. Hmm. Buni 15 ming deya olmasdi. O'tgan yil qaysi baribir korxona chiqarib qo'yganda mijoz keldi, bu o'tgan yil chiqqandi. Endi buni olmaydi deydi. Yangilik emas bo'lgandan keyin ha o'zini narxiga olgin deysiz, u bir yil muzladi. O'zini narxi, tan narxiga keyin mijozda ham puxta bo'lib ketgan. Eski bo'lsa ketmaydi deydi. Ha bo'lmasa deydi zararga 10% deydi. Bilmaysizda keyingi qanaqa zarar kelishini. Shuning uchun buni siz aytganingizga men sifraga ayta olmayman. Bilmagan zararlarimiz ham bo'lgan. Bilmaganmiz. Programmaga o'tishdan oldin bilmaganlarda qancha bilinmaydi qancha bo'lish. O'zi qancha foydani ham bilmaydi odam, lekin aniq nimasi biladiki, puli muzlamaydi deymiz. Qolib ketgan xomashyolik payti turibdi, nimaligi borligini bilib turadi-da. Xudoga bitta narsa qiziqdi. Sizlarda hozir mana programmaga o'tkazganinglarda ham lokatsiyalar ham ishlab chiqarish 1, 2, 3 tamikin ishlab chiqarish joyda bor. Shunda hamma programmasi o'sha bitta nimadan bog'langan-da. Bitta chunki shu ofisdan sotiladigan joy bir joydan chiqib ketadi-da. Lekin ishlab chiqarish programmada ketaveradi. Oldin ortuvor mashina boradi deyilgan. Ortuvorgan, shunaqa hozir unaqa emas. Keladi bu ofisga keladida, kirim bo'ladi, keyin chiqib ketadi-da. Sistema qabul qilmaydi, sota olmaydi. U sota olmaydi, u lokatsiya sota olmaydi. Sistemaga daftarga sotilardi-da. Oldin sotdi, ortuvor bir pullarga mana bu bitta so'zi bor, to'ldirib bor deydi, daftarga yozadi. Bilmaysiz. Buni aytganimda bilmaysiz. Demak, to'g'ri o'g'riliklar bor, bo'ldi, unaqa demaymiz. Misol o'g'rilik bo'lmagandir. Lekin oldingizdan ketadi-da hozir. Kirim bo'ladi. Bu skladga ishlab chiqarish hisoblanadi-da, u nima lokatsiyalar.
kirim bo'ladida ombordan chiqib ketadi. Ko'zingiz oldida aynan. Kelmasa sistema qabul qilmadi. Kirmagani kirmadi deydi. Ortib oldim deyish kerak, bu qabul qildim deyish kerak. Kelsa qabul qiladi-da bu. Yaxshi aytdingiz. Shu haqda so'ramoqchi edimda, hamma kompaniyada, men tizimlashgan korxonada ham og'riq borda, ya'ni o'g'irlik bo'yicha. O'g'irlagan. Endi yaxshi gumon qilamiz baribir xodimlar. Shunday. Bitta ustozim gaplari bor edi. Sen tizim qurayotganingda hammani o'g'ri deb turib qurgan tizimmidir dedilar-da. Ya'ni qayerdan olib chiqib ketish mumkin. Bu degani to'g'ri, hech kimga gumon qilmaymiz. Hammani qadriyati to'g'ri deb qabul qilamiz, lekin shunaqa holatda tizim qurginki, olib keta olmaydigan holatni qo'ygin. Sen ertaga xodim bilan yomon gumonga borma. Sizlarda qanchalik yordam berdi bu tarafga? O'zimga ehtiyot bu, qo'shnimni yolg'izma degani shunaqa ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni nimadir muammoingizni hal qilib berdim. Oldin hech bo'lsa, bir marta bo'lsa ham bo'lganmi bunaqa vaziyatlar? Ustidan chiqqansizlar, o'zingizlar befarqlik qilgansizlar, xodimda yoki kimdir o'g'irlik qilgan. Shu muammo bo'lgan, sizlar hech qanaqa sistema yo'qligi uchun shu problemaga keldinglar. Bo'lish tabiiy holat u. Lekin bizlarga xodim olishga nimalarimiz, rahbarlarimiz juda e'tiborli bo'lgan. Ham Urgut sal kichikroq joy. Taniydi. Kimniki hali otasi kim, onasi kim deb olingan. O'g'irlik bo'lmagan. O'g'irlik endi yaxshi gumonga bo'lishimiz kerak. Bo'lgan, bilmagandir bizlar, bilmagan, lekin bo'lmagan. Bo'lmaganligi nima? Baribir u yerdan chiqib, shu yerdan lokasiyadan kelib, shu yerdan savdo bo'lgan o'sha paytga ham. Boshqa bo'lgan, nima bo'lganda. Endi hozir xotirjamsiz, aniq bilasizda endi. Endi gumon qilmasizda. Shubha yo'q. Bugun nechta ishlab chiqarding? 3000 juft desa, aniq 3000 juftmi desangiz ham xodimga yomon tegadi-da. 3100 ta yo'qmi demaysiz, aniq 3000 juftmi desangiz ham endi haligi kayfiyat buzilganda to'g'ri bo'ladimi, to'g'ri ishlashi mumkin. U og'ir bo'ladi. Og'ir bo'ladi-da, deydi, shuncha ishladim, menga nima dedi. Endi u gap yo'q-da, u chunki 3000 ta ishlab chiqarganni xomashyo bergan joydan bilasizda, u xomashyo Qanchaga bir-biriga bog'liq-da. Xomashyochi 2 ton 400 kilo bergan bo'lsa, 100 kilo bas nimaga bor? U Xitoydan kelganga ham tizimga kirgan. To'g'ri. Xomashyo kelgan payti. Endi aytmaysizda. Haligini kayfiyatini ham buzmaysiz. Kayfiyati ham buzilmaydi. Demak, bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyat mumkin. Agar noto'g'ri qadriyatli xodim kelib qolsa mumkin. Mumkin. Tizim sizga yopib beradi shuni. Sizga yopib bergani shu yomon gumonga bo'lmaysiz. Xodimingizni haqiqatan to'g'ridir. Xafa qilib qo'ymaysiz. Nimaga bu yil kam chiqdi, nima chiqdi, unaqa buncha chiqish kerak edi. Bu zavoddan Ko'ntonadan buncha oyoq kiyim chiqsanikilar nima buncha ko'p chiqdi. Misol sifatsiz burrak narsa desangiz ham kayfiyat buzilishi to'g'ri. O'zingiz xotirjam bilasiz. Yanada o'ziga xotirjamlik olib keladi. O'zingiz xotirjam bo'lgandan keyin xodimlaringiz ham xotirjam ishlaydi. Shu aytib qo'yanki nimalarni zo'r tizimlarga quruvchilarga shu nimasi qanaqa ekan dedim. U biton qo'yish nima joylarida qayergadir bo'ladi baribir. Tizim bo'lgandan keyin o'sha narsa yo'qoladi-da. Suhbatlashamiz desak, bir kun, 2 kun yetmas ekan, to'g'risi suhbatimiz ichiga qarab qiziqib maza qilib ketyapmiz. Balkim yana ko'proq xohlagan bo'lardik, afsuski hammamizda siz vaqtingiz cheklangan. O'shaning uchun mana tadbirkorlarga, mana shu kompaniyada ishlayotgan ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga va xodimlariga oxirgi bitta bir nuqtali yoki 2 nuqtali qilib gapirmoqchi bo'lsangiz, nima aytmoqchi bo'lgan bo'lardingiz? Shular haqida aytsangiz, keyin mavzuyimizni oxiriga yetamiz. Bizlar o'zimiz sohamizdagi tadbirkorlar, yaxshi tadbirkorlar, bandanda yaxshiroqlar bor. Ularga maslahat berish, nima qilishga hali nimamiz yo'q. Yangi tadbirkor boshlash, yangi ishlab chiqarish bor, boshqa bor. Shu yana shu boshqa aytganda tizimlashtirish yangilikda, yangilik olsak hozir. Bizlarga yangilik emas. Yangilik o'tishdan qo'rqmasliklar. Foyda qiladi. Shu gapni yuqori ham aytib kelganlar, terminal savdo qilgani ham foyda qilgan, ko'rib kelgan bizlar. Patent olgan, patentlik hujjatli savdo qilgani ham xuddi shunga o'xshagan urug'da biladi, mana yaxshi biladi. Patentga keyin terminalga o'tish, bankdan sotishga qo'rqadi-da. Yaxshi aylantirgandan keyin foydalarini ko'rib kelgan, bu gapni eshitganda to'g'ri deb o'zi ham amin bo'ladi. Mana yangilariga, kattalari o'zi hammasi yaxshi insonlar, yaxshi nimalar bor.
yangilarga shu yangilikdan tezroq o'tish kerak. Mhm. Hozir, bugun o'tish kerak. Ertani kutmash kerak. Va xotirjam bo'lish kerak. Xotirjamlik hamma narsani rivojlantirishga ham hamma nimaga olib keladi. Zo'r. Sizlar taklif qilamiz, borasizlar endi zavodga. Qolgan ikkinchi Inshaalloh. podkastni zavodga qilamiz. Xohlasa. Songa sanoqlardan. Rahmat vaqtingizni ajratib kelganingizga. Xudo razı Sizlarga bo'lsin. ham rahmat. Hammaga manfaatli bo'lsin. Hammaga manfaatli bo'lsin suhbatlarimiz. Xayrli bo'lsin. Xayr bo'lsin. Rahmat kattaga yana bir marta shuhbatiga. Nasib qilsin oxirgi mesajim shu O'zbekistondagi masalan, ya'ni auditoriya tomosha qilayotgan bu podkastda shu narsani aytmoqchi bo'lardimki, bizning maqsadimiz programmani tizimlashtirish haqida gaplashyapmiz. Aynan biz ham mutaxassisligimiz shu bo'lganligi uchun mana shu O'zbekistondagi tadbirkorlarga qayerlardadir balkim o'zimizda ham bunaqa kamchiliklarimiz bor. Muhimi mana shu tizimlashtirish orqali kompaniyalarning rivojlanishini, mana shu qanday tizim bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu IT kompaniya bilan kelajagini ko'ryaptimi, o'tkazishini va mana shu xalqaro bozorda Zara yoki bo'lmasam ko'zga ko'ringan brendlar bilan raqobatlashadigan kompaniyalarga aylanishini xohlagan bo'lardik. Hammaga rahmat. Sizlarga rahmat. O'shamiz Urgutda yana. Urgutda. Inshaalloh.